munosib juftni hamma istaydi. Lekin o'sha munosib juftni qanday topadi, qanday qilib ajratib oladi degan savolga lekin yetarlicha javob yo'q. Kishi kimgadir so'chib qo'yishdan avval qiz bolada qaysi xususiyatlarni topish kerak? Erkak komil ayol istaydi, ayol komil erkak istaydi, ideal istaydi. Bilmaydiki, ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Agar birlashsagina ideal bo'ladi-da u. Ko'ngilchingiz qilsin. Qaraganda, masalan, bitta qaraganda yigit yoqsin qizga, qiz kuyovga yoqsin. Uchrashuvga chiqadi. Birinchi muammo nima haqida gaplashishni bilmaydi. Kelin nimani so'rashni bilmaydi. Bo'lajak kuyovni kashf qilishlik uchun o'zi uchun. Kuyov bola kelindan nimani so'rashni bilmaydi. Turmush baxt qidirib boradigan joy emas, turmush borib baxt quradigan joy. Bizda uylanish yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, xosatan yigitlarga aynan qaysi bir darajada turganini belgilaydigan 5 ta holat bor. Qizlar ham xuddi shunaqa holatki, nima qilyapsan hozir desam, yo'q, men hozir bilim olishim kerak. Men hozir karyera qilishim kerak. Oila qurib karyera qilsam bo'lmaydi. Oila qurib bilim olsam bo'lmaydi. Sherikchilik nima bilan boshlanadi desa, sherikchilik qanday tugatilish bilan kelishib olish bilan belgilanadi. Birinchi masala oila qurishdan oldin o'zini oiladagi maqsadlarini yaxshilab tushunmosin. O'zinikini. Nima uchun oila qilyapman? Assalomu alaykum akalar. Alohida mavzuning navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Bugun biz hech qachon trendlardan qolmaydigan mavzu bu oila qurish mavzusida, ya'ni kimga uylanish, turmushga chiqish kerak mavzusida gaplashmoqchimiz. Sababi yoshlar ichida eng ko'p beriladigan savollardan biri aynan shu mavzu. Eng ko'p kitoblar shu bo'yicha yoziladi. Lekin men hayotda ko'ramanki, ikki taraf ham odatan oila qurayotgan paytida yaxshilikni niyat qiladi. Lekin vaqtlar o'tadiki, ikki taraf bir-birini yomonlayotgan, turli holatlarga uchraladiki, agar ajrim bo'lgan taqdirda. Shuning uchun keling biz bugun tinglovchilarga, yoshlar uchun bir maslahat bersakki, ular oila qurishi osonroq bo'lsin. Buning uchun to'g'ri va halol yo'ldan yurishsin va ertaga oilani muvaffaqiyati, ya'ni xayri umrini oxirigacha bo'lsin eng kamida. Ya'ni xuddi shunaqa bir oila qurishlik uchun yoshlarimizga kerakli roadmapni tuzib bersakki, ular kelajakda mana shu narsa bo'yicha o'zlari uchun checklist qilib olsin. Hayotga oila uchun bunga tayyor bo'lishim kerak. Kim tanlayotganda bunga e'tibor berishim kerak. Ota-onam tomonidan bu ishlar qilinishi kerak. Men tomonidan bu ishlar qilinishi kerak. Hayot uchun o'zimni xuddi shunaqa tayyorlashim kerak. Hayot uchun o'zi aslida komillik demaydi. Ya'ni biz nimani istardik? Xuddi shu mavzularda bugun, ya'ni oila qurish mavzusida bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchimiz. O'ylaymanki, mavzu dolzarb. Sizda ham bugun yetarli mavzular bor. Shavkat aka, Ikrom aka Instagram sahifalarida bu bo'yicha yetarli videolar ko'rganman. Bugun mavzuni aynan shu mavzu bilan boshlasak va oila bo'yicha boshqa savollarimiz ham nasib qilsa shundan keyin bardavom tarzda olib ketmoqchimiz. Alohida mavzu, chunki oila bu tugallanmas mavzu. Har doim chunki inson hayotida birinchi marta ba'zi bir narsalar tajribadan o'tkazib ko'radi. Va o'sha joyda to'g'ri yechim beradigan insonlar oldida bo'lishligi har doim kerak. Ikrom aka boshlab bering. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat taklif uchun, mavzu uchun. To'g'ri aytdingiz. Oila masalasida ko'p va ko'p gapirilyapti. Ustozlar, imom domlalar bugun davlat miqyosidagi tashvishga ham aylandi. Chunki oiladagi parokandaliklar, beqarorliklar butun jamiyatga ta'sir qiladigan, bugunda ham juda katta ta'sir qiladigan narsa hisoblanadi. Men oilada juft tanlashni ahamiyatidan ko'ra, uni juft tanlashni qoidalaridan ko'ra o'sha qoidalarni mohiyatini ko'proq tushuntirishga urg'u berish kerak degan xulosaga kelyapman hozir. Biz masalan ko'p gapirdik o'zi, kimga uylanish kerak, qanaqasini tanlash kerak, qanaqasiga tegish kerak degan mavzularni, lekin o'sha tub mohiyatini tushuna olmayapmizmikan? Shunga yana ham haligi tafsilotlarga ko'proq kirish kerakmikan degan bir qarorga kelib turibman. Sababi masalan juft tanlashda yaxshi juft tanlash, munosib juft tanlash kerakligini hamma tushunib yetdi. Biladi o'zi shunday ham. Ya'ni munosib juftni hamma istaydi. Lekin o'sha munosib juftni qanday topadi, qanday qilib ajratib oladi degan savolga lekin yetarlicha javob yo'q. Va bu bo'yicha masalan ba'zida izlanmaydi va yoki umuman boshqa bir doiralardan, boshqa bir maydonlardan qidiriladi, nomunosib joylardan qidiriladi. Ya'ni niyat to'g'ri, qaror to'g'ri, lekin unga olib boradigan rejasi yo noto'g'ri, yo tartibsiz, yo o'zi ham bir tushunmaydigan shaklda bo'ladi. O'shani endi bir to'g'irlashimiz kerak deb o'ylab hayolimdan o'tayotgan narsalar shu. Xo'p, o'zi oila haqida ham qisqacha bir gapiraveraylik. Takrorni nimasi bor? Bugun mana bu yilgi sentyabrgacha bo'lgan
statistik ma'lumotlarni o'qidik, eshitdik, suhbatlaringizda ham 50 mingta. Bu rasmiysi. Ya'ni bu 50 mingta bu qonuniy ajrashgan. qonunda ajrashgan, lekin biz bilamizki, Ajrashmasdan ham yashamayotganlar ko'p. shunday qonunda er-xotin bo'lib ko'rinib turgan, lekin ajralgan, hattoki boshqa oila qilib ketganlar ko'p. Ya'ni o'rtasiga taloq tushgan, ajrab ketib bo'lgan, hal bo'lgan, ular yashamaydi, boshqa oila ham qilib ketgan, lekin u qonunda hali er-xotin bo'lib turibdi. Ularni ham hisoblaydigan bo'lsak, yana biror mingga, agar biror 10 mingga oshmasa, biror mingga oshsa aniq bu narsani. Xo'p, buni oqibatlari haqida o'ylash kerak-da. Endi har narsaga baho qo'yish uchun uni oqibatlariga qarab ko'rish kerak-da. Bir jamiyatda 50 mingta ajrim nima degani? Bir kun nima aytayaptiki, o'sha shunga munosabat sifatida qisqacha rolik olib qo'ysak, ijtimoiy tarmoqda bir kishi izoh yozyapti. 38 million aholi uchun deyapti. Bu natija deyapti, bu oqibat qo'rqinchli emas, normal narsa deyapti. Normal aholini soni bilan o'lchanmaydi. Ya'ni bunaqangi tahlil qiladigan bo'lsak, biz uylanganlarga nisbatan o'lchashimiz kerak. Har bir narsani qiyosini o'zini sifatida bo'lgan narsaga qiyoslanadi-da. Masalan, 38 million aholi 36 million ham ko'p, 30 million, 10 million ham ko'p. Masalan, bunday olib qarasangiz, ko'p bir xalq hisoblanadi. Ammo lekin bir narsaga baho qo'yishdan oldin progressga qarash kerak. Tepadan pastga kelyaptimi, pastdan tepaga ketyaptimi? Masalan, bir inson haligi aytadi-ku, haligi moliyaviy nimadan pul topayapman men, misol uchun do'konda ishlayapman, bu oy 10 ming so'm daromad qildim. Bu yaxshimi, yomonmi? Agar o'tgan oyda qaraymiz, keyin aytamiz yaxshi yomonligini. O'tgan oy 15 ming bo'lgan bo'lsa, bu oy 10 ming bo'lgan bo'lsa yomon. O'tgan oy 5 ming bo'lib, bu oy 10 ming bo'lgan bo'lsa yaxshi. Progressni qarash kerak, solishtirish kerak. Xuddi shunga o'xshab oila ham shu. Ilgari nikohlanish, oila qurish statistikasi ham yaxshi, stabil darajada ketyapti. Ajrim shunga ko'ra nima qilardi, taqqoslanardi, shunda ham lekin ortib borayotgandi. Lekin uylanish ham yaxshi maromda ketyapti. Lekin bu yilgi hisob kitoblarda aniq ko'rinib turgan narsa, uylanish keskin kamayib ketgan, nikoh qaydi, ajrashish keskin oshib ketgan. Ya'ni bu yaxshi narsa emas bu. Va bu narsa normallashyapti. Eng yomon narsa ajrim bo'lishi tabiiy. Oilalarda ajrim bor, ba'zi o'rinlarda ajrim yechim ham bo'ladi. Ajrim taklif ham qilinadi. Ammo lekin bu normallashishi yomon. Nimasi yomon? Masalan, bir jamiyatni tub o'zagi nimasi, ustuni, umurtqa pog'onasi bu oila hisoblanadi. Chunki o'zi oilani o'zi kichik bir jamiyat, katta bir jamiyatni kichik ko'rinishida endi. Jamiyatdagi har qanaqangi maishiy, iqtisodiy, ijtimoiy, moddiy, ma'naviy farqi har qanaqa munosabatlarni asl shakllanadigan nuqtasi bu oiladan boshlanadi. Yaxshi muhitda o'sgan, yaxshi bir tartibli oilada o'sgan, oiladan chiqqan kishilar jamiyatga qo'shilsa, o'sha jamiyat tartibli jamiyatga aylanadi. Tartibsiz, mas'uliyatsiz, agressiv, ruhiy bir shikastlangan, ma'naviy majruh bo'lgan kishilar tashkil topgan oiladan chiqqan odamlardan tashkil topgan jamiyat xuddi shunaqa jamiyatga aylanadi. Buni bilamiz, masalan, biz tashqariga chiqib qo'shnimiz bilan yo'lda ketayotganda tanish notanishlar bilan muomalamizni qilar ekanmiz. Qayerdan o'rganganmiz? Kitobdan o'rganganmizmi? Mashinada ketyapsiz, tanimaydigan odamga muomala qilish, yo'l berish bo'lsin, bu narsa ko'tarish bo'lsin, shunchaki oddiy xalaqit qilmaslik bo'lsin, ularga zarar yetkazmaslik bo'lsin, o'qib o'rganmaganmiz. Bularni biz 90% ni oilada o'rganganmiz. Ya'ni oilaviy sog'lom bir oilada shu narsalarni ko'rib o'rganganmiz. Mana shuning uchun agar oilalar mana shunday parokanda bo'lishni boshlasa, ajrim ko'paydi degani o'z aslida buni oqibatiga ham qaraydigan bo'lsak, ajrashgandan keyingi mana shu ruhiy inqirozlar, ma'naviy inqirozlarni tiklaydigan institutimiz bizda yo'q hali. O'shalarga masalan taqqoslaydigan bo'lsak, demak, ajrashganlarning 90% alamzada bo'ladi. Masalan, keyin o'sha erkak bo'lsa ayolga qasdlashgan, ayol bo'lsa erkakka qasdlashgan, bir-birini yomon ko'rgan dushmanga aylanadi bir ma'noda. Bolalar bo'lsa yo otani yomon ko'rgan, onani yomon ko'rgan bo'ladi. Bizda chunki ajrashgandan keyingi normal hayotni ta'minlab beradigan institut yo'q bizda. Lekin biz alohida suhbat qilsak bo'lar ekan shu bo'yicha. Buni alohida suhbat qilamiz. Men aytmoqchiman, oilani ahamiyatini tushuntiraylik, bu yerda aytyapman, mohiyatini tushunishga harakat qilaylik degan nuqtadan gapiryapman-da. Ya'ni ajrim degani, oila degan narsasini takror gapirishimiz sababi shuki demoqchiman. Bu narsa doim muhim bo'lib qoladi. Doim tahlil qilishga ehtiyojimiz bor bo'lib ham biz aytamizda, inson
yangilikni bir olib, hech kim qilmagan ishni bir qilayotgan vaqtda tavakkalchilik qilishi mumkin. Bir narsalarni, ya'ni mayli bir tajriba qilaylik, natijasini ko'ramiz. Tajriba qilaylik, natijasini ko'ramiz deb bir narsalar qilib ko'rishi mumkin-da. Lekin boshqalar yashab o'tgan, allaqachon oqibati ham, natijasi ham ko'rinib turgan bir ishlarni, hodisalarni nima uchun biz boshqatdan tajriba qilib ko'rishimiz kerak? Aytmoqchimanki, bugun ba'zi jamiyatlardagi oilalar buzilishini oqibati ko'rinib turibdi-da. Oilaga yengil qarash, ajrimga yengil qarash oqibati ko'rinib turibdi. Jamiyatda haligi ruhiy inqiroz, farzandlar otasi kimligi aniq emas, shunaqa bir holatda bo'lib turibdi. Masalan, g'arblashgan davlatlarda-da. Xudo saqlasin, biz ham shunga qarab ketib qolish xavfimiz bor-da. Agar bu ketishda bo'lsa agar. Bu tabiiy, endi bu narsani shaxsdan tashqari butun jamiyatga, hatto davlatga ham boshog'liq bo'ladigan joylar bo'ladi, chunki davlat insonlarning o'sha xotirjamligini har jihatdan ta'minlashga harakat qiladi. Katta yukni hammasini davlat o'ziga olishga to'g'ri keladi. Holbuki buni tartibli oilani o'zi bajaradi, ko'pini masalan. Mana shu uchun ham demak, oilaga urg'u beraverish kerak, oilaga nima qilaverish kerak? Ya'ni boshlanish nuqtasi oila bo'lgani uchun yoki buzilishni ham Xudo saqlasin, boshlanish nuqtasi oila bo'lgani uchun takror gaplashishimiz kerak. Xo'p, Ikrom aka, yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Hozir siz bir jumlani ishlatdingiz, ya'ni odamlar shuncha vaqtdan beri yurgan yo'lida xato qilyapti deyapsiz. Lekin ular hayotida birinchi marta qiz uzatyapti. Ular hayotida birinchi marta o'g'il uylantiryapti. Ular hayotida birinchi marta qakada sovchilikka boryapti. Va odatan insonlar aynan siz aytgan narsalarni o'zi tajribani qayerdan olish mumkin edi? Kitoblardan o'qish mumkin edi, yosh ulug'lardan fikrlar olishlari mumkin edi. Lekin agar siz kitob o'qish foizlarini ko'rsangiz juda kam. Masalan, men kitob noshirlardan so'rayapman, bu kitobning eng zo'r sotilgan kitob 1 yilda necha sotildi? Nari borsa 80 ming. Oila bo'yicha sotilgan kitoblar nari borsa 1 yilda 100 ming sotilishi mumkin. Nari borsa 1 yilda. Endi aholining soniga nisbatan olib qaraganda juda kam. Va bunaqa suhbatlar ham biz aytamanki, nari borsa 100 ming, 200 ming ko'rilishligi mumkin. Odamlar tajribani yon qo'shnisidan, ayniqsa ayollar xuddi shuna oladi. Men bir ona bilan gaplashyapman. Bir endi hayot o'xshamagan. Shunaqa qizimga sovchi keldi. Juda boy xonadon edi. Qizim hali tayyor emas edi. Ya'ni qanaqa hali ovqat qilishni bilmasdi, hali u darajada emasdi, lekin bizga aytishdiki, o'zimiz universitetda o'qitib olamiz, o'zimiz hamma narsani o'rgatamiz deyishdi. Shu bilan qizimni berib yubordik. Ya'ni men ochig'ini aytaman, ya'ni mol dunyo boshqasiga uchdim. Ko'pchilik aytsa ham shunga yurmadim deyildi va u qiz keyin 2 ta farzand bilan qaytib kelgan. Voqelik shu darajada bo'lgan. Meni qaynona qaynotam bilan kelisha olmaslikmi, boshqami, balki turmushga tayyor bo'lmaganda, balki onalarni ham biz oila qurish mavzusida gaplashishimiz kerak bo'lgan bitta muhim mavzu shuki, onalar baribir qizlarni tayyorlash kerak-da. Va bolalarni kim tayyorlaydi o'zi hayotga degan masala ham bor-da. Bu do'stlarimi, yon atrofimni u kimdan maslahat olish kerak o'zi. Uylangan paytda yoki uylangandan keyingi turli holatlarda. Chunki erkaklar tabiatan oiladagi muammoni tashqariga olib chiqmaydi. Yoki olib chiqqan taqdirda ham agar unga maslahat beruvchi odam noto'g'ri odam bo'lsa, hammasi tugadi. Bunaqami, bunaqa bor deydi. Yoki ayol tarafdan ham u har doim ma'lumot berish, ya'ni oilani o'zi buzilishiga sabab hozirgi 50 ming ta ajrim deyapmiz. Ya'ni qanchadir ajrim bo'lsa ham, har yil ajrim bo'layotgan taqdirda ham hech kim o'zi oilaga o'zi ajrashaman deb qurmasa kerak. Hech kim buni yomon niyat bilan qilmaydi-da. Ayniqsa bu hayot, u hamma biladi-ku bu narsani. Boyaga kitobxonlik masalasida gapirdingiz-ku, kitobdan olmaydi. Bu achinarli holat, lekin bir narsani bilaylik, umuman hamma jamiyatlarda ham odob, axloq, boshqa masalalar to'g'ridan-to'g'ri kitobdan o'rganilmaydi. Kitobni faqat inson odob uchun o'qimaydi aslida. Kitob bor, odobsizlikda o'rgatilgan kitoblar bor-da. Masalan, u kitobni misol uchun madaniy hordiq sifatida o'qiydi odam. Adabiyot o'qiydi, boshqa o'qiydi, xuddi televizor ko'rgandek, nima deydi, internetga kirgandek bir mashg'ulot ba'zilar uchun. Nima demoqchiman? Odob axloq masalasida millatga ko'proq singiydigan narsa bu bevosita shu narsalarni ta'lim bilan shug'ullanadigan mexanizmlar bo'ladi. Maktablar bor, institutlar bor, o'qituvchilar bor, imom domlalar bor. Yani bevosita bu narsani kitobdan o'qiydi, u ham o'qiydi, lekin buni tushuntirib sharhlab beradigan kishilar bo'ladi. Shular shakllantiradi. Ya'ni murabbiylar, tarbiyachilar shakllantiradi. O'sha mexanizmlarning ichida eng kuchlisi bu oila. Chunki avloddan avlodga madaniyat tashuvchi mexanizm eng kuchlisi oilada o'zi. Madaniyat tashiladi-ku, u avloddan avlodga o'tadi-ku, eng kuchlisi oila. Men bu aytganim, nimaga buni aytyapman? Mana shu oilaviy munosabatlarni yaxshilasa kimdir?
yaxshilashga harakat qilsa, mayli kitobdan o'qisin. Albatta kitobsiz men kitobni inkor qilmoqchi emasman, demoqchiman, kitobdan boshqa mana yo'q demoqchi emas, ham boshqa manbalar ham bor. va undan tashqari, hatto kuchliroq bu manbalar. Oiladagi manba. masala amaliyot. Ya'ni amaldagi muomalangizni yaxshi ko'rsatishingiz. Masalan, men masalan uning uchun kimdan o'rganish kerak yo'q? u murabbiylar, ular ustozlar, ular o'sha tarbiyani ko'rib ustozlar olish, to'g'ri. Endi men hayotimda bir narsaga guvoh bo'ldimda. Qaysi jihatida ko'p tajriba, fikr almashish insonlarni ko'rasiz. Hech qachon qizlarda onasi o'tib ketganini ko'rmadim. Qaysi jihat? Ya'ni qaysi jihatdan deganingizda aytamanki, onasini ko'rib qizini oldiydi-ku. Ya'ni tasavvur qiling, siz 20 ga 25 ga kirgan bir qizga uylanyapsiz yoki oila quryapsiz. Hech qachon qiz onasidan boshqa tarbiyani odatda olmaydi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? U otasiga qilinayotgan muomalalarni ko'radi. U qo'shniga ona tarafdan qilingan muomalalarni ko'radi. U bobo buvisiga qilingan muomalalarni ko'radi. U o'ziga qilingan muomalalarni ko'radi. U telefonda qanday g'ibat qilinganligini ko'radi. U qanday kino ko'rilayotganini, u qanaqa ona, ya'ni hamma narsani odatda qizlar onalaridan o'rganadi. Odatda shunday bo'ladi va endi shart etib boshqa xonadonga borganda birdaniga yaxshi odam bo'lib qolish mumkin emas. Ya'ni u keysni sinab ko'radi. Ya'ni dadaga qanaqa gapirish kerak, bunaqa kechki yo'l paytida bunaqa gapiriladi. Amaliyotda shuni ko'rilganda va buning uchun onalar o'zlarini isloh qilishi, ya'ni hech qachon birdaniga qizdan yaxshilik kutib qolmasligi kerak demoqchiman-da. Ya'ni onalardan ko'rgan tabiiy narsa. Undan tashqari agar yaxshilikni ko'rgan taqdirda ham uni tatbiq qilish borku, xonadonga borish, bu ham alohida masala. U uyda misol uchun masalan deylik, onasi yaxshi, mana shuni ijobiylarni aytaylik. Onasi otasiga yaxshi muomala qilgan, otasi onasiga yaxshi muomala qilgan. Xullas juda ham ideal bir munosabatlar o'rnatilgan, o'zining sharoitiga, imkoniyatidan kelib chiqib. Bu qiz shuni ko'rdi, uyga borib eriga shuni qilmoqchi. Lekin bu onasidek bo'lishga harakat qilyapti, lekin eri otasidek emasdi. Shunaqa. Ya'ni masalan bir kishini o'zi oila mana kirordik o'zi umuman bir kishi misol uchun aytadi-ku, erkak komil ayol istaydi, ayol komil erkak istaydi, ideal istaydi. Bilmaydiki, ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Agar birlashsagina ideal bo'ladi-da u. O'shaning uchun ya'ni demoqchimanki, xoh salbiy bo'lsin, xoh ijobiy bo'lsin, oilasida o'rgangan narsalarni borib tatbiq qilayotganda 100% u mexanizm ishlash uchun o'sha borgan oilasidagi sifatlarim bu oilasiga o'xshash bo'lishi kerak. Masalan, buni otasi sabrli bo'lishi mumkin, halim bo'lishi mumkin, ba'zi narsaga ko'z yumayapti, ba'zi narsaga imkoniyat beryaptiki, onasi shunaqa muomalani qila olyapti. Lekin anavi bo'lsa, u badjahl, asabiy, gap ko'tarmaydi, gapni tushunmaydigan bir erkak. Bu ayol tabiiyki onasi qilgan muomala unga o'tmasligini biladi. Boshqa muomalaga o'tadi. Bu ham boshqa, bu ham sarkashlik qiladi, bu ham boshqa bir shaxs sifatida shakllanadi bu kishi. Amaliyot, shuning uchun aytaman-da, amaliyot misol uchun o'shaning uchun ta'siri kuchlidir amaliyotni. Bu kitobda o'qigan narsasini ham borib tatbiq qilishi uchun oila to'g'ri, kitob misol uchun o'shanaqangi sharoitda ham nima yo'l tutish kerakligini ko'rsatib beradi, ya'ni aytib beradi. Ammo lekin amaliyot baribir, ya'ni oiladagi umumiy muhit baribir kuchli nima bo'lib qolaveradi. O'zining oilasidagi ta'sirli bo'lib qolaveradi inson. Men fikrimni aytay. Ikrom aka, gaplaringiz 100% qo'shilaman. To'g'ri aytasiz. Faqatgina kelin bugungi voqelikka to'xtalaylik. Aytilyaptiki, hozir qilinish bu bo'lsa yaxshi, bu bo'lsa yaxshi, ammo hozir jamiyatimizda siz aytayotgan mexanizmlar yo'q-da. Qaysi? Hozir, masalan, hozir jamiyatda murabbiylar haqida aytyapsiz. Kim hozir murabbiylik qiladi-da? Imom domla. Hozir masalan har erkaklar uchun zo'r. Okey, хорошо. Agar imom domlalarni biz murabbiy sifatida ko'rgan bo'lsak, ularni qo'ldan keladi, ammo ijtimoiy tarmoqda ularga faolligicha, masalan, oldingidek o'qituvchilar, maktabimiz bor bizda, kollejimiz bor, institutimiz bor bizda. Xo'p, Ikrom aka, men sizga tan olib aytay. Men maktabda ham ishlab ko'rganman va imom domla sizga o'xshab turib ishlab ko'rganmiz. Ba'zi insonlar, tan olib aytaylik, ba'zi tarbiyachilarning o'zlari hozir tarbiyaga muhtojda. Hozir biz umumiy 38 million agar aytadigan bo'lsak, uning orasida qancha yoshlar bor, qanchasiga tarbiyasiga ehtiyoji bor. Va bu narsani qondirib bera oladigan narsa men uchun hozir faqat va faqat kitob sifatida ko'rinadi. Kelajakda balkim bu kitoblarni o'qib, siz aytgandek murabbiy bo'lib, boshqalarga katta alohida kurslar, sizni kursingiz bor. Masalan, kursga qancha odam yoziladi? Umumiy insonlarning qanchasi? Biz birinchi navbatda siz aytgandek, hamma yaxshi turmush o'rtog'ini xohlaydi. Xohlash bilan ish bitmaydi-da. Xohlash bilan ish bitmaydi. Harakat qilishlik kerak. Odamlar to'y deyishadi, to'y boshqa narsa, turmush qurish boshqa narsa.
to'y bir kun o'tadi ketadi. Tayyorgarligi biz oldin bu haqida juda ham ko'p aytganmiz. To'yxona gaplashish, mashina gaplashish, operatorlar, boshqa shuncha narsaga tayyorgarlik zo'r, lekin bolani va qizni oilaviy sharoitga moslashtirish u boshqa. Men uchun ayni hozirgi kunda kitoblardan boshqa yechim ko'rinmayapti va kechagi podkastimizda ham aytib o'tdim. Hozir agar odamlar kitob o'qimaydigan bo'lsa, ularning oilasi katta ehtimol bilan buzilishligiga tayyor turishligi kerak. Yoki men buzilish demasa ham janjalga deydi. Janjal, muammoli holatga tayyor turishligi kerak-da. Chunki masalan muammo bo'lgan paytda uni yechimini bilmasa inson u hech narsa qila olmaydi. Faqatgina bir-biriga bosim qilaveradi. Ayol kishi ham masalan hissiyotga berilib baqir-chaqir qiladi. Uni tabiatini tushunmagan erkak kishi uni masalan urib qo'yadi, so'kib qo'yadi, masalan qo'l ko'taradi, unga zulm qiladi, jarohat yetkazadi va hokazo. Odamlar bitta narsa hozirgi ayni vaqtda men kitobdan boshqa muammoni yechib beradigan narsani sizni videolaringiz chiqadi, bizni videolarimiz chiqadi. Aytilgandek, kichkinagina umumiy sondan kichkinagina odamlar foiz nisbatida odamlar ko'radi, o'zi uchun bir dars sifatida qabul qilishligi mumkin. Lekin biz odamlarga tushuntirsak, baraka topkunlar, tayyorgarlik ko'r. To'y bu faqatgina bir kun o'tadi ketadi, lekin turmush uzoq muddat davom etadi. Haligani odamlar bugungi kunda nima bo'lyapti? Nimaga masalan ajrimlar nisbatan ko'payib boryapti? Odamlarda soxtalik bor-da. Uchrashuvga chiqadi, birinchi muammo nima haqida gaplashishni bilmaydi. Kelin nimani so'rashni bilmaydi. Bo'lajak kuyovni kashf qilishlik uchun o'zi uchun. Kuyov bola kelindan nimani so'rashni bilmaydi. O'zaro faqat tashqi ko'rishiga qaraydi va bo'lmasa qanaqangidir siz ota-onangiz nimaga rozi bo'lasiz? Qisqa, juda ham qisqa. Kelin bunday qarab turib, masalan, yerga qarab o'tiradi, bu bilan uni kashf qilmaydi-da. Birinchi masala nima haqida gaplashishni bilmaydi. Ikkinchi masala muammo men uchun soxtakorlik. Kuyov bola ham chiqqanda o'zini ideal ko'rsatadi. Yarim soat, 1 soatlik muddatda u zo'r qilib rol o'ynab beradi. Kelin ham juda ham o'zidan halagani oriyatli, nomusli, uyatchan qizni ko'rsatib beradi. Yaqinda tasodifan chiqib qoldim, bir joyga ovqatlangan kirsak, shunda ko'rinib turibdi, bo'lajak turmush o'rtoqlar o'tiribdi-da. Shu bittada ko'rinadi. Kelin mana shunday-da, mana shunday. Oldida haligi ovqatlar turibdi, shirinliklar turibdi, choylar turibdi. Kelin boshini ko'tarmasdan faqat mana shunday. Masalan, men aytaman, inson samimiy bo'lsa, xolis bo'lsa va chiqqan paytda xijolat bo'lishi kerak. Uyat, ayol kishiga uyat baran yarashadi, lekin uyalib turib haligi kuyov bolani o'zi uchun kashf qilmaydigan bo'lsa va muammo nimada? Bir-birini ko'rib oladi uchrashuv paytda. Qisqa muddatda yoki bo'lsam ba'zilari undan ham yomon yillar davomida gaplashib yuradi, suhbatlashib yuradi, uchrashib yuradi. Oila qurgandan keyin u faqat to'ydan oldingi romantika bilan tasavvur qilib ketgan. Menga masalan gullar beradi, sovg'alar beradi, kinoga taklif qiladi, boshqa narsada, lekin oila qurilgandan keyin 3 oy, 6 oy o'tgandan keyin haligi romantikadan iz ham qolmadi. Endi haligani hozircha trip bo'lyapti, dadasi falon joyga boraylik, yerga qarab turib, uyda o'tir, pulim yo'q deb turib, semishga po'choni bashasiga qarab o'tadi. Rosa aylanyapti unaqa videolar. Umuman olganda turmushdan oldingi hayot boshqacha soxta ko'rsatilyapti, turmushdan keyin odamlarda haligi hafsala pir nahotki deyapti. Keyin sabrsizlik chidamaydi va natijada o'sha 50 mingtani bittasiga aylanib qoladi-da. Biz tavsiya qilgan bo'lak kitob o'qi. Xudo xolasa men ishonaman, uncha-muncha muammolarni hal qilib beradi. Shulardan bitta kitobni tavsiya qilib ketay. Islomda oila, muammo va yechimlar. Taxminan 50 ta yoki 70 ta muammoni inson hayoti davomida uchrashi mumkin bo'lgan muammolar keltiriladi va uni yechimi qanday? Dinda, shariatda, oyat va hadis bilan masalan nima qilingan, qo'llab-quvvatlangan. Payg'ambar alayhisalom shu holatga tushgan bo'lsa nima qilganlar? Oyatda mana shunday holatga tushsangiz nima qiling degan tavsiyalar bor-da. Mana shu bitta kitobni o'zi ham masalan uncha-muncha insonlarni ongini ochib qo'yishligi mumkin edi deb o'ylayman. Shubat aka, tabiiy haqlisiz. Men aytgan gapim kitobni inkor qilish emas, faqat bugungi jamiyatni real xudo xohlay dedingiz-ku. Ularga ta'sir doirasini qaysi biri kuchli haqida gapiryapmiz-da hozir. Masalan, mana kurslar davomida biz o'qiymiz. Bu yerda ommalashtirish masalasi ketadi. Mana men ommalashtirish bitta masalani aytayda. Shu o'rinda bir tavsiya o'laroq ham aytaman. Men sizni kursingizda o'qigan 2-3 nafar inson bilan gaplashdim. Va hayotlari, oila qurgan ular. Hayotlari sizni kursingizdan avval qandayligi va undan keyin qandayligini aytib berishdi. Eshitib maza qildim.
Sizga rahmat aytaman buning uchun. Inson sifatida ya'ni o'zim ham ta'sirlandim. Ya'ni qanday ham yaxshi kurs bo'pti unda dedim. Men tavsiya qilgan bo'lardimki, yoshlarga agar oila qurmoqchi bo'lsangiz, uylanmoqchi bo'lsangiz, turmushga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta Farog'at qasrini sizni kursingiz yoki shunga o'xshagan boshqa alternativ yaxshi insonlar kurslarini birov bo'lsa ham o'qib chiqishlari kerak. Ko'p vaqtlar ketmaydi. Ko'p vaqtlar ketmaydi. Lekin hayotini aytyapman, 2-3 nafar inson bilan gaplashdim-da, unda nafaqat oila dedi, men inson sifatida o'zgardim deyapti-da. Men o'zligimni topdim deyapti-da. Men oila haqida boshqacha o'ylardim deyapti. Men inson, ya'ni turmush o'rtog'im haqida ham boshqacha o'ylardim va bugun bildimki, aslida oila bunaqa ekan. deb tushuntirilyaptiki, albatta. Agar hozir davom etyapti. Hozir onlayn shaklda davom. Onlayn shaklda. Rahmat e'tirof uchun. Alhamdulillah bu masalada qatnashchilarimizdan ham e'tiroflashib turamiz. Aynan mana shu boyagi gapimni isbotlab shuni aytaman. Men xalqimizni boshimizga qo'ygan holatda, hurmatli ehtiromimiz xor qilgan holatda aytaman. Ba'zi ishlarda kamchiliklarimiz bor. Shulardan biri savodxonlik masalasida bor bizda. Masalan, kitob o'qish albatta muhim. Buni men hech ham ikkinchi darajaga qo'ymayman. Lekin aytganimizdek, oila yoshlarga bugun narsani mohiyatini tushuntirib berishda ularni saviyasi darajada, ularga yetarli darajada katta bir hayotni ularni aqliga mos darajada tushuntirib beradigan uslubga hali yetmadik. Bu bir. O'zini yetish ham qiyin masala. O'shaning uchun aytyapman. Buni mana Farog'at qasrining xususiyati nima? Farog'at qasri hech kim eshitgan gap gapirmaymiz biz. Hech kim eshitmagan gaplar gapirmaymiz. Yangilik yo'q u yoqda. Faqat ilgari eshitib yurgan gapini mohiyatini tushuntiramiz. Ha deydi, o'zi eshitganman buni. O'qiganman kitobdan, lekin tushunmadim. Endi tushundim. Yani sodda qilib aytganda shunaqa ko'rsa. O'shandan keyin o'zgarlar. Men shu nuqtani aytmoqchimanki, bu ya'ni oilaga tayyorlash bo'lsin, boshqa bo'lsin, kitoblar albatta muhim, lekin uni mohiyatini tushuntirish yana ham muhim. Ya'ni kitobdan maqsad nima? O'sha mohiyatni tushuntirib beradigan ustoz murabbiylar kerak. Masalan, nimada deyilyapti? Shuni ommalashtirish muammo deyilyapti-da, lekin kitobni ommalashtirish mumkin-da, Ikrom aka. Kitobni ommalashtirish, masalan, qishloqdagi eng chekka joyga ham o'sha kitobni 50 ming so'mga yetkazib berish mumkin. Gap o'sha narsani mohiyatini ommalashtirishda. Albatta. Shuning uchun men asosiy manba sifatida kitobni ko'raman. Lekin Ikrom aka, siz gapingizga qo'shilaman, ya'ni bizda alternativ masalalar va keling, bugun mavzu juda yaxshi kirishib oldik. Bugungi yoshlar o'zi hayotni, oilani nimadan olayotganligini ko'raylik. Ular voqelikda yoshlar influencerlar orqali oilani haqidagi pozitsiyalarni shakllantiryapti. Hayot qanaqa laksherligini ko'ryapti, sayohatga chiqish kerakligini, erkak ayolga qanaqa munosabat qilish kerakligini, har kuni masalan odatda influencerlar faqat gul olayotganini qo'yadi. Urushayotganini tabiiyki qo'ymaydi. Kim o'zining minus tarafini qo'yadi. Endi bunaqa narsani ko'ravergan ayol meni erim shuni qilmaydi deydi. Yoki turmushga chiqdi, menga nimaga gul kelmayapti deydi. U bechara endi o'zini epaqaylab 3 million oylik ishlayotgan bola gul qayerdan olib kelsin? Qanaqa olib kela olmaydi-da. Bu voqelikda qaraylik-da, gul do'kon qayerdaligini ham bilmasligi mumkin-da. Hayotida gul olmagan-ku, misol uchun-da. Bunaqa vaziyatlar juda ko'p va oila haqidagi fikrlar shu bilan paydo bo'lyapti. Va oila qurilgandan keyingi jarayonda u yerda o'zgarib ketib qolyapti. Endi sovchilik qanaqa ekan? Men mavzuga tayyorlanish borasida yoshlar bilan gaplashib bildim. Hozir sovchilik usullari ham biroz o'zgargan. Bu Toshkent shahri misolida aytib, viloyatlarda qanaqaligini bilmayman. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bir qizni bir yigit qaytada uchratib qoladi. Bu o'qishda bo'lishi mumkin, ishida bo'lishi mumkin, turli to'y va bazmlarda, turli joylarda va dugonasidan onasining raqamini oladi. Dugonalarda ham tabiiyki onalarining raqami yoki o'zining raqami bo'ladi va ular hali bolani tanasa ham, tanamasa ham berar ekan. Onaning raqami berilar ekan. Keyin bola ham o'zining onasiga berar ekan telefon raqamini va hozir birinchi telefon qilinar ekan. Xabarlar bordi. Meni juda yaxshiroq. Menga yangilik. Qayerdan xabarimiz bo'lsin? Yo'q, hozir shunaqa ekan. Balki yigitlar ham meni tasdiqlar gapimni. Shunaqa ekan. Ya'ni hozirgi oxirgi 1-2-3 yilda trend shunaqa ekan. Demak, telefon qilinadi, ikkita ona gaplashadi va keloringlar desagina keyin boriladi. Keloringlar deyilsagina boriladi, keyin eshitib ko'riladi. Va undan keyin uchrashuv tashkil qilinadi. Uchrashuvda masalan men so'rab ko'rdim qizlar tarafidan, bolalar tarafidan nima muhim dedim, ya'ni deyilganda o'sha influencerlardan ilhomlangan narsalar aytilyapti. Boylik. Ya'ni meni to'q ushlay olish kerak, ya'ni hamma narsaga u majbur pozitsiyasida qizlar. Ya'ni hamma narsani u qilish kerak. Erkakmi qilish kerak. Ayol erkaklar tarafidan ham shunaqa influencerlardan ko'rilayotgan narsa faqat baxtli hayot.
faqat va faqat va baxtli hayot, ya'ni undan solih farzand ko'rish haqidagi o'ylar biroz keyinroq paydo bo'lyapti-da. Hayot bir pog'onaga bir urilgandan keyin, bu yog'i ham bormidi? Farzand, solih farzanddan tarbiyalash kerakmi? Vaholanki men yigitlarni istardimki, o'ziga just hayot tanlayotganda meni bu farzandimning onasi bo'ladi deb tanlashlarini istardim. Misol uchun-da. Bu shunga tavsiya qilingan. O'ziga xotin tanlashdan oldin farzandingga ona tanlagan degan tavsiya bor-da. Men yigitlarga shuni aytgan bo'lardim-da. Bugun mana shu etaplardan birma-bir o'tsak, ya'ni o'zi umuman holatda qizni vazifasi nima oilaga tayyorlanish paytida yoki o'zi uchun ro'dbem sifatida qanday yigitni ko'rsin? Va yigit ham xuddi shunaqa o'zi uchun qanday qizni ko'rsin? Ota-ona o'zaro suhbatlashayotgan paytida oila uchun fundamental muhim narsalar nima deb belgilasin? Bugungi qanaqadir o'sha mashinasi bo'lishini, uyi bo'lishini yoki baxtli hayotmi? Baxtli hayot biz uchun o'zi nimaligida, ya'ni mavzu o'sha uylanish, oila qurish etaplaridan yigit tarafida vazifalari, ayol tarafida vazifalari, o'zi uchun nimalarni asosiy vazifa qo'yasan, kuyov tanlayotganda, kelin tanlayotganda. Mana shu nima aytib ketay. Yaqinda bitta video chiqardim. O'sha uchrashuvga chiqqan paytda so'ralish kerak bo'lgan mavzular haqida bir necha video chiqardim-da. Shular ichida farzand tarbiyasi. Aytaman, uchrashuvga chiqdingizmi? Xo'p, farzand bo'lib qolsa, bizning farzand bo'lsa, kelajakda ularni qanday tarbiyalaymiz? Siz farzandingizni kelajakda kim bo'lishini istaysiz degan savol bering deyapman-da. Xo'p, kelin kuyovdan so'rasin, kuyov kelindan so'rasin. Xo'p, kommentariyada bu umuman bo'lmaydigan narsa, bular hali oila qurmagan bo'lsa, qanaq qilib farzand haqida gaplashadi. Xo'p, mayli, farazan bu haqida gaplashiladi. Lekin tabiiyki savol bo'ldi, qanaqa tushunadi? Qarang. Barram insonning qadriyatlari bor-da, Timur. Insonning qadriyatlari bor, maqsadlari bor. Oldiga qo'ygan hayotiy maqsadlari va oliy maqsadlari. Farazan, mutlaq faraz. Ikkita inson chiqdi, bir-biriga tashqi ko'rinishdan ma'qul keldi, uyalib o'tirdi, hech narsani gaplashmadi-da. Oila qurdi. Ertaga farzandli bo'lgandan keyin, misol uchun otasi hozir masalan artistlarning ishi besh. Men bolamni masalan artist bo'lishini xohlayman, davay uni konservatoriyaga beramiz, dedi. Tabiiyki, onaning qadriyatlari boshqacha. Dadasi, keling shu farzandimizni artist qilmay qo'yaylik, uni masalan arxitektor qilaylik yoki boshqa narsa qori qilaylik, bu farazan. Bu yerda o'zaro masalan qadriyatlarni va istak xohishlarini, maqsadlarini to'qnashuv bo'lyaptimi, tushunmovchilik va kelishmovchilik paydo bo'ladi. Eng kamida masalan dilxiralik bo'ladi. Kattaroq masalan haligan ayol kishi ham tili o'tkirroq bo'lgan bo'lsa, urush janjal bilan tugaydi masalan. Shuning uchun kelajakda sog'lom hayot, sog'lom muhit men uchun masalan buni ham kitob o'qiganman masalan. Tavsiya sifatida berilgan turmush qurishdan avval degan kitobcha bor. Sariqcha zo'r, rosa yoqdi menga. Kitob nima haqida? Maktublar kelgan obunachilardan hayotlarini gapirib bergan. Kim baxtli, kim baxtsiz. U yerda kim nima uchun baxtli bo'lganligini va kim nima uchun baxtsiz bo'lganligini tushuntirib berilgan. O'sha yerda o'sha farzand tarbiyasi mavzusini ham turmushdan oldin o'sha uchrashib yurgan paytda birinchi savollardan sifatida so'rash tavsiya qilingan-da. Shu. Zo'r. Ikrom aka, Shavkat aka savolim, ya'ni birinchi kuyov tarafdan boshlaymiz, kelindanmi? Aytinglar. Nimasini? Ya'ni biz aytdik-ku, hozir ro'dmap tuzib berishimiz kerak. Kuyovlar o'zi kelin tarafdan nimalar kutish to'g'ri bo'ladi? Solih, ya'ni biz aytyapmiz oila qurishdagi. Kelin taraf o'zidan nima kutsin oila qurishdan avval? Ikkalasiga ham tushadigan qoidalar bor. Xo'p, ya'ni birma-bir agar qiyoslaydigan bo'lsak, ya'ni birma-bir sharhlaydigan bo'lsak, jinsiga ko'ra sharhlaydigan bo'lsak, gap ham ko'payib ketadi va har bir kishini bu individual tanlovi bor. Lekin umumiy qoida bor. Umumiy qoidani tuzib olsin, yigit ham qizga qo'llash mumkin, qiz ham yigitga qo'llash mumkin. Birinchi masala, oila qurishdan oldin o'zini oiladagi maqsadlarini yaxshilab tushunsin. O'zinikini. Nima uchun oila qilyapman? Yigit bo'lsa nima uchun uylanyapman, qiz bo'lsa nima uchun turmushga chiqyapman? Nima uchun? Meni bu ishga undaydigan narsa nima? Ijtimoiy bosimmi, buvimni qarib qolganimi, ukamga sovchish kelayotganimi, singlimga sovchish kelayotganimi, ukam uylanaman deyotganimi? Hamma javobini topib olsin o'zi uchun. Agar o'zi uchun haqiqiy bir mantiqiy, asosli bir savollarga javob topsa, undan keyin keyingi bosqichga o'tadi. U javob nima? Masalan, birinchi masala musulmon jamiyat, qadriyatli bir jamiyatdagi oilaga qarab oilaga bo'lgan munosabat, bu nima? O'sha er-xotinlik munosabatlari, yigit bilan qizni bir-biriga halol bo'lishi eng o'sha asosiy yo'li bu nikoh bilan bo'ladi, oila bilan bo'ladi. Ya'ni men ma'lum bir yoshga yetdim. Menda endi bugungi kunda boshqa bir ehtiyojlarim ham bor.
jismimga taalluqli bo'lgan, ruhimga taalluqli bo'lgan, aqlimga taalluqli bo'lganda, bu faqat men juft bilangina bu kamchiliklarni, ehtiyojlarimni yopib olaman degan bir tushuncha bilan kirish kerak. Ya'ni halol nikoh bo'ladi. Erkak ayolga, ayol erkakka bu narsani qo'llaydi. Demakki, birinchi bo'lib o'zini nima qilsin, nimalarini, maqsadlarini to'g'rilab olsin. Endi maqsadlarni bitta yozadi. Qadriyatim shunga buyurgani uchun. Ikkinchisi, o'zimdagi kamchiliklarni, ya'ni inson baribir yolg'izlik Allohga xos deyiladi-ku. Inson yolg'izlik, ijtimoiy mavjudotda inson. Inson yolg'izligida eng ko'p stresslarni ham sabablari o'zi yolg'izlik, yo jismoniy, yo ruhiy yolg'izlikdan keladigan narsalar. Ya'ni birinchisi shu qadriyat, ikkinchisi o'sha yolg'izligimni daf qilib, yo holatga tushib qolmay desin. Keyingisi boya aytilgandek, o'zimdan bir soliha zurriyatlar qolsin, oxir zurriyatlar qolsin. Shu narsa uchun bu aslida o'zi biologik insonning vazifasi bu. Ya'ni bir voyaga yetgandan keyin juftlashib nasl qoldirib ketishda endi bir qarasa. Lekin shuni biz ongsiz mavjudotlardan farqli o'laroq maqsadli ravishda qilamiz. Va maqsadi bo'lganda ham qanaqa, mendan keyingi avlod, mendan qolgan zurriyat sifatli bo'lsin. Shunchaki zurriyat qolmasin. Shunchaki zurriyatni qo'polroq bo'lsa ham aytamiz, hayvonlar ham qoldiradi-da. Ya'ni o'zi farzand tug'ilishini, o'zi farzand tug'dirish biologik munosabatning natijasi. Karomat emas u. Ya'ni karomat emas, lekin o'sha farzandni oqila qilish, ilm ma'rifatli qilish, din diyonatli qilish bu karomat. Bu uchun maqsad kerak, bu uchun aniq bir prinsiplar kerak, bu uchun ilm ma'rifat kerak. Uchinchi maqsadim shu. Demak, o'zimdan keyingi zurriyatlarim mendan ko'ra sifatliroq bo'lsin. Xo'p, keyingisi shu yo'l orqali, uylanish orqali o'zimni hayotimdagi katta maqsadimga erishish uchun yordamchi oling. Yordam bo'lsin menga, ko'makchi bo'lsin menga, va yoki men unga ko'makchi bo'lay. Katta maqsadlarga erishadigan deb mana shunday qilib maqsadlarni aniqlaydi. Ana endi maqsadlarni aniqlagandan keyin, demak bu tabiiy ravishda savol tug'iladi. Bu maqsadlaringga erishish uchun sen kimni oila qilishing kerak? Shu maqsadingga muvofiq odamni oila qilishing kerak. Shu maqsadingizga muvofiq bo'lgan odamlar oila qilsangizgina maqsadingizga erisha olasiz. Bo'lmasa yo'q. Bu ilgari ham qiyoslab aytgandik. Bu bir turmush yo'liga chiqayotgan odam dedik. Turmush yo'liga chiqayotgan odam. Yo'lga chiqayotgan yo'lovchi o'ziga kimni hamroh qiladi? Ya'ni manzili bitta bo'lgan odamni hamroh qiladi. Agar yo'lovchi mashinada ketyapsiz, yuring aka, sizni bir aylantirib kelaman, qayerga ketyapsiz, yuraring, o'tiravering desa, siz vodiyga qarab yurib kelsangiz, bu aytadi, men vohaga ketadigan odamman, qayerga olib ketyapsan deysiz. Birinchi chorrahadan dedik, haligi konflikt boshlanadi. Borguncha siz uni ko'ndirishingiz kerak, borguncha qosh qarishingiz kerak, hijolat bo'lib, endi shu adashib qizib qo'ydim deb o'tirishingiz kerak. Turmush xuddi shunaqada. Ya'ni maqsadi muvofiq bo'lmagan kishini juftlashib olish xuddi shu. Biri vohaniki, biri vodiyniki deydi ular. Har chorrahada janjal, har chorrahada nima, majbur bitta turmush degan markabga o'tirib qo'ygan. Endi undan tushib qolayotsa agar masofa uzoqlashib ketgan, endi u bo'ydoq emas. Endi u oila qilgan, uni orqasida tomoshabinlar bor, tomoshabin deganimiz endi, ya'ni butun guvohlar bor edi, oilalar bor edi, orqaga qayta olmay turadi. Demakki, maqsadga muvofiq bo'lsin. Xo'p. Ikkinchisi, endi boya Shogat akam yaxshi gapirdilar. Biz hayolotdan ko'ra real qarashga o'rganishimiz kerak endi. Aytyapsizki, hayol boshqa, hayot boshqa. Buni tushunish kerak. Mana shu nuqtai nazardan qaraganimizda hayotdagi kutuvlarimizni real qilishimiz kerak endi. Va aytdik-ku, gelik esa velik bo'lmaydimi dedi-ku. Ya'ni qanday qilib bugungi kunda bir jamiyatdagi bir yigitdan, o'zi otasi uylantirayotgan yigitdan qiz gelik so'rashi mumkin. Qanday qilib bo'lishi mumkin u narsa? O'zi bir yosh yigit, masalan, endi mana hayotda issiq o'tayotgan kishi. Xullas, men buni misol qilyapman. Boshqa romantiklik jihatidan ham, alohida yashagandan keyingi bir-birini bir ko'ynini bir ovlash, boshqa jihatdan ham, tajriba jihatdan ham ular hali g'o'r ular. Shunaqa. O'zini o'zi ta'minlasa ham kattayapti. Ha, o'shaning uchun aytdik-ku, haligi turmush baxt qidirib boradigan joy, baxt qidirib boradigan joy emas, turmush borib baxt quradigan joy. Mana shu real baholash shu. Ya'ni men boraman, bitta uy turibdi, 2 xonali qilingan, ichi to'la baxt yo'q. Ichi to'la buyum bor bo'lishi mumkin. Ichi to'la stol bo'lishi mumkin, lekin u baxt emas-da. U yigit masalan kutuvlarni to'g'irlash kerak demoqchiman-da endi. Real vaziyatga ko'ra kutuvlarni to'g'irlash kerak juftlar. Yigit bo'lsa ham, qiz bo'lsa ham, men boraman, yani turmush degan bir go'shaga kiraman. Mana shu nikoh orqali kirganimdan keyin nima qilaman? Baxtni men quraman. Buning uchun nima qilasiz? Fidokorlik qilasiz. Terlisiz.
asabiylaringiz jilovlisiz, ya'ni nima qilsam bu turmush baxtli bo'ladi, nima qilsam juftimga nisbatan bir xotirjam, sakinatli, bir farog'at qasrini qurib bera olaman degan bir niyati bo'lishi kerak eng kamida. Mayli u muvaffaqiyat imkoniyatga qarab bo'laradi. Demakki, qiz ham, yigit ham xuddi shunday maqsadlarini to'g'irladi, maqsadlariga yarasha munosib juftni topdi va kutuvlar real bir holat. Ya'ni mana shu maqsadlarimizga erishamiz. Ba'zi paytlarda bo'ladi. Ikkita bir xil maqsadli bo'lsa ham, shartda bo'lsa natija bo'lib ketmaydi. Endi ularga tajriba kerak. Tajriba kerak. Ya'ni fe'l bor, tabiat bor. Bu yoqda o'tirgan hayotning mashaqqatlari bor. Ba'zi o'rinlarda sizda bitta haligi katta maqsadingizga erishish uchun qo'ygan niyatlaringizga, ya'ni unga erishish uchun sizga pul kerak, iqtisod kerak bo'ladi. Ya'ni u uchun imkoniyat bo'lmasligi mumkin. O'sha kutuvlarni to'g'irlash kerak shuning uchun. Og'ir vaqtlarda ham, qiyinchilik vaqtlarda ham Xudo xolasa birga turamiz, bir-birimizni tushunamiz degan maqsadlarni qo'yib turmushga kirish kerak. O'shanda bu farqi yo'q. Kim bo'lsa ham, yigit bo'lsa ham, qiz bo'lsa ham, hech yo'q haligi ruhan, ma'nan, ya'ni o'sha narsaga tayyor bo'lib boradiki, aks keladigan nimalarga, natijalarga, oqibatlarga ruhan tayyor turadi. Zotan bilardim bu narsani deydi. Bundan chiqish yo'lini izlaymiz. O'sha joylarda keyin boyana kitobxonaga qilsan, o'sha joylarda imom domlaga borsan, o'sha joyda kurslarga borsan, qanday qilamiz endi? Va xillar aytayapti-da, yigitlarga aytaylik. Misol uchun ayoldan shikoyat qilib keladi. Shikoyatda aytadiki, ayolim erga qanaqa muomala qilishni bilmaydi. Ona bilan qanaqa gaplashishni bilmaydi. Ya'ni muomalasini aytadi. Xo'p, qanaqa muomala qilish kerak? Bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Necha yosh edi u? 18-19 yosh edi. 18-19 yosh erga muomala qilish qayerdan biladi? Nima uchun bilish kerak o'zi u? Ya'ni erga muomala qilish. Otasi va onasini ko'rgan narsa nazariy narsa, lekin amalda uni qayerdan biladi? Aytmoqchimanki, tabiiyda bilmasligi. Er bo'lsa zo'r katasini. Endi qo'polroq qilib aytganda, sizga juda ham tajribali bo'lsa, 40 ga kirgan, bir ikkita oila ko'rganini olish kerak. Agar shunchalik bo'lsa-da, shikoyat qilmaydigan, yo bir ikkita qaynonaning xizmatini qilib kelganlarni olish kerak. Qaynonalar u bilmaydi, u kashf qilyapti u ham. Unga ham fursat kerak, vaqt kerak. Ozgina sizga moslashish uchun vaqt kerak. Ozgina onangizga moslashish uchun vaqt kerak. Unda bor edi dastur, lekin oilangizga o'tmas ekan u programmasi. U onasiga moslab kelgandi. Kenayisini qilgan muomala, onasi rozi bo'ladigan, minnatdor bo'ladigan, yaxshilikni biladigan ayol edi. Sizniki sizga boshqacharoq ekan, tarangroq ekan, rozi qilish qiyinroq ekan masalan. O'shaning uchun yigitlarda kutuvlarni to'g'irlangda, keyin natijaga erishish uchun hovli qilib ketmang. Uni moslashtiring o'zingiz uchun. Siz tarbiyalang uni. Siz o'zingiz va'da berib kelgansiz o'zi. Onangiz va'da bergan. Kelim emas, qizim deyman, o'zim o'rgataman, o'zim o'qitaman, o'zim tarbiyalayman. O'g'limni rozi qilsa bo'ldi, menga xizmati yo'q degan kishi edi. Ya'ni siz rozi, zotan bunga tayyor bo'lib kelgansiz. Hech qanaqangi g'o'r bir qizligini. Shu bilan birga o'zingiz ham xuddi shunaqasiz. Hali qaynotangizga muomala qilishingizni bilmaysiz, yigit sifatida, kuyov sifatida. Qaynonangizga bilmaysiz. Sizni baxtingiz shuki, siz ularga yashamaysiz. Siz u yoqda turibsiz. Lekin eng og'zida siz endi o'rganishingiz mumkin bo'lgan narsa, hech bo'lmasa shu xotinni yo'lga solishni o'rganing. Shu xotinni eshitishni, yo bir narsani, ya'ni tayyorlashni o'rganing. Bu uchun o'z rivojlarini o'zingiz ishlang deb aytamiz. O'shanda keyin boyaga maqsadlarga erishishga nima qilinadi? Bir umid qilsa bo'ladi. Ya'ni oiladan qilingan maqsad umid qilsa bo'ladi. Yana nimasi ham bor? O'zi nimada aytdik-ku, ba'zi insonlarning harakati, o'zi umuman harakat, mana hozir aytadigan bo'lsam, ikkita odamni misolda aytaylik-da. Bitta odam 10 ming so'm sadaqa beryapti. Bitta odam $1000 sadaqa beryapti. Qaysi biri saxiyroq? Imkoniyatini kelib chiqdi. Kimdir bor 10 mingni hammasini berib yuboradi. Kimdir 1 milliondan ichida $1000 beryapti. Mana shu zo'r narsa mana shu. Mana xo'p aytganingizdek edi. Bizda saxovat degan narsa faqat haligi shaklga qarab, hajmga qarab o'lchanadi-da. Saxovat hajm emas, saxovat qancha berish bilan o'lchanmaydi. Saxovat o'zidagina qanchasini berish bilan o'lchanadi-da. Mehr ham shunaqa, e'tibor ham shunaqa. Ya'ni aytmoqchimanki, ba'zi kishilar, ayollar keladi, noto'g'ri kutuv natijasida keladi. Masalan deylik, oddiy soddaroq misol qo'yadigan bo'lsak, ba'zi misollarni bo'rttiramiz yaxshi tushunish uchun. Realligida bo'lmasligi mumkin bu narsa, lekin misol tariqasida aytamiz. Masalan deylik, o'zini kenayisi bordir, o'zini akasini ayoli yoki bo'lmasa bir dugonasi bordir, o'zidan oldin turmush qilgan xolasini qizi bordir, uni eri pul berib yurishi mumkin. Har oyiga $100 berar, har oyiga $200 berar yoki 1 soat aylantirib kelar. Misol uchun, yoki 2 soatga aylantirib kelar u yoq bu yoqlarga. Shuni ko'rgan. Erdan xuddi shu narsani kutadi. Eri nima qiladi? Eri unga bersa bera oladi, bermasa yo'q.
vaqtni ham 1 soat ajrata olmaydi, ora-orada yarim soat bu yoq vaqt ajratadi. O'shanda taqqoslashi mumkinki, mana unga vaqt ajratiladi, unga shuncha qo'l ochiq, sizda hech narsa yo'q. Shu vaqtda qarash kerakki, sizda o'sha akangiz $1000 topar oyiga. O'shandan 10dan 1ni berayotgandir. Lekin sizga eringiz 100 ming so'm berayotgan bo'lsa agar, balki 200 ming topar, u yarmini berayotgandir. Ya'ni kim saxiyroq? yoki bo'lmasa akangiz o'zi zotan ertalabdan kechgacha bo'sh edi u. Uni ya'ni Alloh taolo rizqini oson qilib qo'ygan. O'zi ko'p vaqt shunda ham telefonda o'tar, boshqa aylanishda o'tar. O'shandan 2 soat sizga ajratyapti. Lekin eringiz ertaga kech terlab pishib ishlaydi-da, yo'q vaqti, dam oladigan vaqtini ham yarim soatini sizga ajratadi shuni. Kim saxiyroq? Kim fidokorroq? Shu narsalarni ham to'g'ri qabul qilishni o'rganish kerak yoshlar. Ya'ni taqqoslayotgan vaqtda aytdik-ku boya, kimdir muvaffaqiyatini, kimdir muvaffaqiyatsizligiga taqqoslanmaydi-da. Kimdir imkoniyatdan kelib chiqib taqqoslash kerak. Mana shu kutuvlarni, mana shu tarozilarni, mezonlarni to'g'rilab olsa, bilmayman endi, qiyin deb o'ylamayman-da, ya'ni. Faqatgina yaxshi mavzu ochildi, kutuvlar. Xo'p, men yana bitta qo'shimcha qilib ketay. Juft tanlayotgan vaqtda albatta surishtirish kerak-da. Bizdagi hozir muammolardan yana bittasi surishtirishmaydi. Tashqi ko'rinishiga qaraydi va bitta qo'shnisidan, bitta dugonasidan so'rab qo'yishligi mumkin. Qanday qiz bu? Qanday kuyov? Olsak bo'ladimi? Quda bo'lsak bo'ladimi? Men tavsiya qilgan bo'lardim, o'nlab odamlar bilan balkim so'rab, surishtirib, sabablarni birinchi navbatda uchrashuvga chiqqanda kerakli savol-javob bilan qilib, keyin uchrashuvdan keyin bir surishtirib olib, to'g'ri, kechirasiz. Kerakli savol-javoblar nima edi? Xo'p, bu biz aytamiz, alohida, masalan, bu haqida alohida mavzu qilsa ham bo'ladi. Nimaga? Chunki juda ko'p narsalarni so'rash mumkin-da. Kerakli narsalar maqsadiga narsalar. Nima maqsad? Yoki bo'lmasa, biz nima farzand tarbiyasi haqida gaplashganmiz. Qizil chegaralarni albatta aniqlash kerak. Masalan, Abdumannon domlaning zo'r gaplari bor. Sherikchilik nima bilan boshlanadi desa, sherikchilik qanday tugatilish bilan kelishib olish bilan belgilanadi. Biz nima qilsak oilamiz buziladi. Sizni qizil chegarangiz qayerda? Nimaga siz toqat qila olmaysiz va chidolmaysiz? Siz nimaga chidolmaysiz? Men nimaga chidolmayman? Mana shu hamma qizil chiziqlarni oldindan bitta belgilab olinsa, bundan keyin tajovuz bo'lmaydi-da. Chunki oldindan biladi. Bizda qizil chiziqlar aniqlanmaganligi uchun hamma joyda kir ko'rilaveradi-da. Unisini ham ko'radi, onasiga nisbatan hurmatsizlik, onangni deb so'kadi ham, bir urib ham ko'radi, bir kasalxonaga ham tushirib ko'radi yoki bo'lmasam kasal bo'lsa unga davolatmaydi, umuman e'tiborsiz. Men uchun nima muhim? Siz uchun nima muhim? Mana shu narsa albatta belgilab olish va ajrashishga sabab. Xiyonat siz uchun juda katta bir, masalan, ajrashishga sababmi? Men xiyonatni ko'tara olmayman, uzr. Farazan hatto masalan hozirgi insonlarning hamon o'zining tabiati bor-ku. Biz uni majburlamaymiz. Men ota-onangizda yashamayman. Yashagingiz kelmayaptimi? Aytsin oldindan. Men onangizning xizmatini qilmayman. To'g'ri kelmayaptimi? Bo'ldi, uzr. Men sizga to'g'ri kelmas ekanman. Omadingizni bersin, baxtingizni bersin, uchrashuvni o'zida yo'q, bu narsani to'xtatib qo'ysin. Oila qurmasdan, farzandlarni tirik yetim qilmasdan, ajrashgan degan tamg'ani olmasdan, undan ko'ra uchrashuvni o'zida yo'q, shu narsani aytmay qo'ysin. Men onangizni yashamayman, xizmatini qilmayman. Menga masalan 4 xonali kvartira bo'lsa, markazda bo'lsa, shu narsalar talablarimga javob berasizmi? Ha, dedimi? Qo'lidan kelsa, omadini bersin. Omadini bersin. Qo'lidan keladigan bo'lsa, qilib bersin hamma narsani, sharoitlarini. To'g'ri kelmaydimi? Uzr, men sizga to'g'ri kelmayman deb aytsin. Shunda ham siz menga to'g'ri kelmas ekansiz emas, men sizga to'g'ri kelmas ekanman. Xudo xolasa sizga o'zingizga munosib, o'zingiz qidirgan odam uchraydi, duo qiladi, ketdi bo'ldi. Shu kabi narsalarni va undan boshqa bir 20 dan 50 ta narsa xudo xolasa bir alohida mavzu qilsak bo'ladi. Uchrashuvga chiqqanda nimalar so'raladi? Kuyovdan nima so'rash kerak? Kelindan nima so'rash kerak? Balkim bu kimgadir bir dastur bo'lib qoladi-da. So'rab surishtirdi. Ma'qul, yaxshi. Endi bunda ham soxtalik bo'lishligi ehtimol bor-da. Qayerdadir nimadir o'qib qo'ygan, ko'rib qo'ygan, bu odamga, erkaklarga shu gaplar yoqadi deb turib, ehtimol soxta gaplarni aytdi. Ayollarga mana shu gaplar yoqadi, men xudo xolasa sizga har yakshanba kunlari gullar olib beraman, men sizni falonchi joyga olib boraman. Ehtimol. Yana soxtalik qo'ydi. Bu paytda nima qilinadi? So'rab surishtiriladi. Oilasida qanaqa o'zi, ota-onaga nisbatan muomalasi, onani eriga nisbatan muomalasi qanaqa, kim o'zi uyda ko'zir. Masalan, biz aytamiz, dama ko'zi bo'lsa, nima qilib atmay qo'yavering yuzingizda. Shu va shu kabi sabablarni qildi, so'radi, surishtirdi, o'rgandi, masalan, o'zi bilan savol-javob qildi, baribir ham istixora qiladi. Istixora qilganda ham bu lotereyada.
lotereya yaqinda bir zo'r gapish nima qilib hazil bir latifa sifatida aytilyapti. Turmush qurish bu xuddi bozordan tarvuz tanlashdek gap. Hammasini urib ko'rasiz, qaysi birini olaydi deb tavsiyasini so'raysiz-da, uyga chiqqanda ehtimoli u pishmagan bo'lib chiqadi. Ehtimoli bor. Lekin siz sabablarni qilib ko'rdingiz. Bunda ham hamma sabablari qilingandan keyin ham ehtimol bor, ammo siz yaxshi pishgan tarvuz olishligingiz ehtimoli ko'proq bo'ladi-da. U bo'lganda o'zi bilan ochiq suhbatlashish, ikkinchisi so'rab surishtirish, bir 10 lab 20 talab odamlardan va uchinchisi baribir istixora. Surishtirishga to'ldirish qilmoqchiman. Gaplarni hisobga olib, surishtirish o'zi bizda ilgaridan mana an'anaviy sovchilik, aynan oila qilish nimalarimiz bor-ku, madaniyatimiz bor-ku. Shularning ichida eng o'sha kuchlilaridan biri shu bo'lgan. Ya'ni ota-onani o'zi, uni ota-onasini bilgani uchun, tanigani uchun bu ishlarga boshlangan odatda. Falonchining qizi bor edi, juda yaxshi oilada, shundan boshlangan. Yaxshi qizga baho berishdan oldin oilani qanaqaligini hisobga olishgan. Va o'sha mexanizm bizda juda yaxshi ishlab keldi shu paytgacha. Ya'ni o'sha hatto ko'p holatlarda yigit bilan qiz o'shandan keyin uchrashib ko'rgan, o'shandan keyin bir-biriga yo ma'qullashgan yoki o'sha neytral bir nima deydi, hissiyot bilan bo'lgan, keyin oila qilib ketgan, ko'p yashaydi. Bu biz va bizdan katta avlodlarning aksar turmushi shunaqa qurilgan. Demakki, demoqchiman ijobiy taraflari, ya'ni qiz bolani bu bor. Bunda endi nimaga hisobga olish kerak? Faqatgina qiz bolani aybi chiqib qolmasligi uchun bo'lmaydi bu surishtiruv. Bu surishtiruv aybsiz bo'lgan taqdirda ham munosib emas bo'ladi. Xuddi shu aytgandek. Odatda bizdan aybi chiqib qolarmikan o'zidan? Yo'q, uchunmi? Ya'ni aytmoqchimanki, voqelik shunaqa. O'shanaqa emasda, to'g'ri aytyapsiz. Voqelik shunaqa. Bu surishtirish degani aybini kovlash degani emas. Mayli, birinchi tarafdan ayting, u bizga munosibmi? Ikkinchi tarafni o'ylang, biz ularga munosibmizmi? Masalan deylik, siz o'rtahol bir oiladansiz. Topgan tutganingizni kunda yetkazib zo'rg'a yeysiz. Lekin bir qizni uyga bo'lyapsiz, oilasi juda ham yaxshi, tarbiyali, diyonatli, onasi ham yaxshi, opa-singillar turmush qilgan juda yaxshi, qizi turibdi, lekin ular juda to'q o'ziga. Ular juda to'q. Ya'ni to'q oilani ichidagi odamni didi boshqacha bo'ladi. Chunki uning sharoiti bor, uning uyida xizmatchi ishlar. Demak, u qiz ko'proq kitob o'qigan, u qiz ko'proq, ya'ni asosiy kun tartibi, mashg'ulotlari maishiy yumushlardan ko'ra ilm ma'rifat bilan, kasb hunar bilan bo'lishi mumkin. Tamam, o'ziga qarab yurgan, qo'liga gellarni surtib, boshqa qilib yurgan. Endi buni uyida nima bor? Bunaqasi kutmayapti. Ertaga u oiladan bu yoqqa kelsa, o'rtada chiqishmasligi mumkin. Yomonligidan emas, munosib bo'lmaganida. O'shaning uchun bizda tenglik degan narsa bor. Kufu degan narsa shundan. Qattolchining qizi go'lkuga teng emas. Ha, atirchining qizi terichiga teng emas. Nega? Kamsitish emas. Chunki atirchining qizi eng didli oilada o'sdi u. U hidda eng shirinlarni hidladi. Ya'ni u tamoman muhit shunaqa. Terichini uyi o'shanga yarasha hid bilan o'sdi. Bu xohlasa ham ko'tara olmaydi u hidni uyiga u qiz kelsa. Ta'minot masalasi ham xuddi shunday bo'ladi. Bu qizga otasi imkoniyatdan kelib chiqib oyiga dadil pul berib turgan, xohish istaklarini bo'lmaganda 50% ni bajarib yurganda, kiyim-kechak bilan taalluqli bo'lsa, moddiy shartlarni. Lekin bu erkak o'zi ham bilish kerak. U kelsa shu qiz, men ta'minlab bera olamanmi uni? Tushunyapsizmi? Bu ya'ni ba'zi oilaviy madaniyatlar insonning tabiatiga ta'sir qiladi demoqchiman. Shu jihatdan u oila yomon emas. U oila molga ruju qo'yganda baho qo'ymaylik uni. U oilaning madaniyati shunaqa qotgan. Ularda munosabat bor jamiyatda. Ularda munosabat. Sizni munosabangiz qayerda? O'ziga o'xshagan o'rtahol oilada bo'lishi mumkin. Demak, kattalarning vazifasi munosib joyda topa olish ham fazilat hisoblanar ekan. O'zi uch paytgacha shunaqa edi. Hozir endi detalgacha bilmayapmiz. Aytardi, qo'y endi ular boy xonadondirdi yoki aytardi, qo'y ular o'zi zo'rg'a kun ko'rardi derdi. Uni ba'zilar kamsitish tushunadi, kamsitish ham bo'lgan, inkor qilmaymiz. Lekin u aytganki, masalan deylik, hozir aytgan narsamizni teskarisini misol qo'yaylik-da. O'g'il boy oila, o'g'ilning uyida haligi hammasi yetarli, o'sha madaniyat, nozik didli, uy tutishi ham hammasidan bilinib turadi, narsa tutishi ham turadi. Qiz bola o'rta holdan ham past bir oiladan keldi. Ya'ni tushunyapsizmi? U oiladan keldi. Bu uyga qanaqa ular endi idish tovoqqa qanaqa muomala qilish kerak, boshqaga qanaqa muomala qilish kerakligini masalan boychalik rioya qilmaydi-da. Ya'ni ular endi keyinchalik oila buzilib ketgandan ko'ra, masalan bolalarni tirik yetim qoldirgandan ko'ra, mana shu kufu bo'lmaganligi uchun, tenglik bo'lmaganligi uchun, katta ehtimol bilan munosabatlarda sovuqchilik paydo bo'ladi va
ajrgacha borishlik ham ehtimoli borda. Undan ko'rasa o'sha paytda o'zida. O'shani aytyapman. Surishtirish degani surishtirishni men shu joyini aytyapman. Lekin ko'chaga kirmay qo'yish kerak. Qiz bola ham demak o'rta hol bo'lsa yoki qiynalgan oilalar bo'lsa, ota-onasi o'ylaydiki, shu mana boydan sovchi kelsa, bersam mana men ochlikda o'sdim, biz yetishimga o'sdik, borsa juda yaxshi bo'lib ketadi. Ya'ni juda yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bu erkak tarafini yomonligidan bo'lmaydi u. Lekin u uydagi tutum, u uydagi madaniyat boshqa. O'shaning uchun kelindan ham boshqa narsa talab qiladi, endi did talab qiladi ular. Masalanda bu tabiiy narsa bo'ladi. Tabiiy ozgina tafovutlar, ozgina farq qiladigan narsalar haqida gap ketmayapti. Ya'ni bilinadigan darajada tafovut bo'lsa, unga qo'l urmagani yaxshi. Bu yomonligidan emas, takror aytamiz. Bu munosib emasligidan. Munosib emasligi biz unga munosib emasligimizdan deb ko'rishimiz kerak. O'shaning uchun teng-tengi bilan gap bor. Teng-tengi bilan sizni baxtingiz tengingizda bo'ladi. Siz boydan topmagan huzuringizni shu tengingizda topasiz siz. Boylar ham xuddi shu. Siz qiynalgan oiladan olsam, yo'qchilikda o'sgan bo'lsa, narsani qadriga yetadi. Yo, ko'rmaganni ko'rgani qursin deganlari ham bor. Ba'zilar kelib, masalanda kelib tamom kunni ko'kka sovuradiganlari ham bor. Ya'ni mezon bo'lmasligi kerak demoqchimanda. O'shaning uchun surishtirishni zo'r aytdingiz. Surishtirish shaxs sifatida surishtirish va oilaviy tutum sifatida surishtirish muhim shu jihatdan. O'shanda ota-onalar mezonni to'g'ri nima qilish kerak, qo'yib olish kerak bo'ladi. Hozir mana nima uchun munosib odam tanlab bo'lmayapti deyilganda, odatdan sovchilik ishlari va qaror qabul qilishdagi rol bir-biriga bog'liq deb o'ylayman. Chunki bizda odatga aylangan narsa sovchilik ishlari ayollar tomonidan qilinadi. Ya'ni juda ko'p narsa ayollardan pishib oxiri erkak kishiga aytiladi. Yoki mana shunaqa ekan, men qizingizdan ham so'radim, shunaqa deyapti, yaxshi bo'ladi deyapti, fikr olinadi yoki men onalar bilan gaplashdim, hammasi deyiladi, oxirida kuyov bilan umuman ota ko'rishmasdan bo'ldi, sizlar yaxshi deyotgan bo'lsanglar yuraveringlar, bo'pti, xo'p deydi. Men otalarga tavsiya qilgan bo'lardim yoki akalarga tavsiya qilgan bo'lardim kelinni. Kuyov bo'lmish bilan albatta suhbatlashish kerak deb hisoblayman. Shaxsan men o'zim singlim turmushga chiqayotgan paytida kuyov bilan o'tirib 2-3 soat gaplashdim. Keyin menga oxirida Azizullo ukamam oldin dedi, imtihon qilib yubordim. Ya'ni ishga ketayotganda bunaqa suhbat qilmaydi odamni dedi. Endi taqdirda Timur, seningiz masalan ijonda. Buni ukam meni boshqa tushundi, lekin men tabiiy ravishda, ya'ni qo'polmona munosabat qilmadim deb o'ylayman. Konstruktiv suhbatlashdik. Kelajagi maqsadi, reja, hozir nima qilyapti? Kelajagiga rejalari o'ziga to'g'ri kelyaptimi yoki yo'qmi degan ma'noda. Men otalardan so'ragan bo'lardimki, albatta kuyov bola bilan ko'rish kerak. Ko'rishganda ham aniq so'rash kerak, maqsadlari, fikrlari, mulohazalari. Chunki u qizini kimligini o'zi yaxshi biladi. Ayollar bir-birini balki hissiyotlari bilan juda ijobiy gapirib o'rgandir. Lekin ota baribir qizini o'zi tarbiya bergan qizini taniydi-ku. Uni xarakterini biladi, bola bilan va erkak kishini juda yaxshi biladi. U ko'proq men akalarga tavsiya qilardim. Shu ishni qilishdi-da. Bu ota bilan kuyov o'rtasida baryer bo'lishi mumkin, lekin menimcha to'g'ri aytyapsiz, lekin yana boyagi nuqtada bu ishni qilish kerakligini menimcha ko'pchilik tushundi. Lekin qanday qilish kerakligini, o'sha savol-javobda, o'sha suhbatdagi mezon nima bo'lishi kerakligi haqida muammo bor-da. Aynan nimasi bu odatga aylanmagan, lekin shu narsa kuyov bilan ko'rish odatga shaharda, lekin Toshkentda xosatan bor-ku bu narsa deb bilaman. Hamma joyda emas. Juda kamda hozir. U bekorga emas, shuncha ajrimlarni. Juda kamda. Yoki bo'lmasam akalamizdek o'zi qonunda er-xotin, lekin yashamayotgani qancha? Tushundimmi, lekin men shaharda shunaqa deb bilardim. Xo'p, tushundim. Endi men shunaqa narsa aytilganda ba'zi qizlar aytishyaptiki, meni akam yo'q. Ya'ni kim bilan uchrashsa bo'ladi deyilganda, o'ziga ustoz deb bilgan odamlar bilan yoki hayot ko'rgan odamlar bilan suhbat qilib bergan maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Bu ham yaxshi yechim. Ya'ni boshqa bir erkak tarafidan u topgan nomzod yoki o'sha ma'qul bo'layotgan nomzod audit qilib berilishi kerak. Va bu ertaga ancha muloqotlarni yengillashtiradi yoki o'zini tavsiyalarini beradi bu qiz haqida ham, aka tarafidan yoki ota tarafidan. Bu muloqot, ya'ni erkaklar hani munosiblikni topishdagi yoki hayot, oilani to'g'ri bo'lib ketishligida erkaklar roli juda baland edi va erkaklar o'z rollarini ayollarga berdi ma'lum qismida. Mana ayollar xafa bo'lmasin bu gapim uchun, ya'ni erkaklar ham va voqelikdagi tanilmasani tanlashimiz kerak va mana shu o'rindagi tenglik to'g'rilansagina, ya'ni erkaklar sovchilikka borsa yoki erkaklar tarafidan qaror qabul qilinsa, nisbatan osonlashadi jarayon. Chunki tabiatan ayollarda xislatida orzu havasga o'chlik bor. Shunda ya'ni havas ayollar tegishli jihatlarda faol bo'lsin. Masalan, qiz bolani surishtirib berishda, xudandalar bilan ayol sifatida gaplashishdagi, ya'ni o'zlariga taalluqli bo'lgan bir muomala munosabatlar haqida gaplashishni aytganingiz, lekin qaror qabul qilish, yigitni baholash, to'y jarayonlarini baholash, bu narsalarda nimasi albatta aytganingizdek erkaklar. Bitta narsani to'g'rilab ketaylik. Boyam
kelin haqida gapirib o'tdingiz. Kelin 18 yosh, hech narsani bilmaydi, xonadonga bordi. U qayerdan bilsin? U ilgari oila qurib ko'rmagan-ku, masalan. Deyildi. Endi bu qizlarga haligani o'zini oqlash uchun bu qolmasin-da. Qayerdan bilsin degan narsani, masalan, menimcha oila mavzusida eng ko'p kitob sotilgan bu Baxtiyor oila bo'lsa kerak. Menimcha, yana man chizazliq qayerdan bilsin degani kitob o'qisin-da. onasini shuncha paytdan beri otasiga qanday muomala qilayotganini, qanday o'g'ib bilayotganini uni bilmadi, bilish kerak. Men o'zim fikrimni oxirigacha yetkazib olay. Menimcha Baxtiyor oila eng oila mavzusida ko'p sotilganlardan bittasi bo'lsa kerak. Faqatgina muammo u o'qilmayotganligidan. Deyarli hammaning uyida Baxtiyor oila bor, qayerda turadi, sepcha olingan deb qo'yingda. O'qilmaydi. Mana shu Baxtiyor oilada juda ham ko'p mavzular bor. Juda ham ko'p. Xosatan kuyov tanlash, kelin tanlash, keyingi mavzular, masalan, o'qiganida edi, masalan, yoki bo'lmasa nima, qanaqa edi mana mavzular? Er qanaqa bo'ladi va ayol qanaqa bo'ladi? Menga eng yoqadigan mavzulardan bittasi o'sha yerda erkak kishining ikki xil majburiyati bor deyiladi. Kelin va kuyovlar majburiyatlari haqida gap ketganda, erkak kishining ikkita majburiyati bor. Birinchisi moliyaviy majburiyat, ikkinchisi muomalaviy majburiyat deyiladi. Moliyaviy majburiyatga hammasi o'sha mahrdan berishdan boshlab turib to nafaqagacha hamma narsa kiritilgan ichiga. Ikkinchisi muomalaviy majburiyatlar, unga qanday muomala qilishlik haqida ham bir qancha tavsiyalar bor. Uni ichida masalan xosatan so'kmaslik haqida. So'kib bo'lmaydi, urmaslik haqida gaplar bor. Ularning ota-onasiga nisbatan muomala munosabat qanaqa bo'ladi? Bu baribir erkak kishi majburiyati ekanligini eslatadi-da bizga. Va ertaga biz bu narsani qilmaydigan bo'lsak, o'z vaqt soat kelgan paytda javob beramiz degan narsa. Endi baribir ham turmush qurishdan oldin o'qishlik kerak deb o'ylayman va aytganimdek yuqoridagi gapimda baram fikrimda qoldirman. Agar o'qimasdan, tayyorgarlik ko'rmasdan bu kabi narsalarni masalan bilmasa, kitob o'qimasdan oila qurgan bo'lsa, ehtimol katta bo'ladi. Oilasi muammoni yecholmaydigan bo'lsa, ajrim bilan tugaydi. Men maqsadimni tushuntira olmadim, demak boyagina. Bu yoqda baribir gap amaliyotga taqalyapti-da. Endi shu joyda menda feedback paydo bo'lyapti-da, amaliyot deyapsiz. Ya'ni amalda qilib ko'rish, natijani ko'rish, masalan deylik. Uyda ona qiziga ovqat qilishdi yoki deylik, bunaqa vaziyatda dadangga bunaqa muloqot qil, bunaqa vaziyatda bunaqa gaplashganing to'g'ri deb o'rgatishligi to'g'ri emasmi? Ya'ni shunaqa qilish kerak emasmi? Qilish kerak. Men uning qildimi gapimni? Yo'q, aytmoqchimanki, va biz ko'proq shunga urg'u berganimiz yaxshi emasmi demoqchi. Tushundim. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, bir ayol uyga nazariy bilimlar bilan borishi mumkin. Borsin. Kitob o'qigani, boshqalardan ko'rganlar bu nazariy. Lekin uni qanchalik darajada amaliyotda qilib muvaffaqiyat qozonishiga bu yillar kerak. Xuddi shunaqa. Ya'ni qanday qilib inkor qilamiz buni? Masalan deylik, onasi ideal munosabatda bo'lgan. Borsa mayli, eri ham shu ideal darajadagi nima? Lekin bu o'zi kecha aytdingiz, ba'zilar yasamalik qilar, lekin aksar holda haqiqatda uyaladi. Erkakni qo'lini ishlatmagan erkakka. Yuzini ochib ko'rsatmagan erkakka. Bir qiz bir erkakni borib endi muomala munosabat qilib yurgan qiz. Qanday qilib bir kunda bu onasi otasiga qilgandek muomala kirishib ketib qoladi? Qila olmaydi uni. Ya'ni bu narsa uchun vaqt kerak. Ko'nikish uchun menimcha Ikrom aka, har qaysi kelin yangi xonadonga borgan paytda ideal kelin bo'ladi. Hammaga zo'r muomala qiladi. Oyijon deydi, xolajon deydi, opajon deydi. Masalan, ovqat masalasi emas, men munosib muomala masalasi aytmoqchiman-da. 3 soat muomala. Bitta muomala. To'xtab turing, men ochig'i savol beraman. Bitta mayli. Fikrimni to'g'ri savol beradi. Qaynona kelin munosabatlari alohida gaplashamiz, er xotin alohida gaplashamiz. Birinchisi, qaynona kelinlar o'rtasidagi munosabatlari oyijon deyishi gap yo'q. Tili shakar ekan, zo'r. Lekin o'sha qilayotgan hamma xizmatida oyisi yoqtiradigan darajada qila oladi bo'ysizmi? Ovqat pishirishi, uyni tozalashi, boshqa jihatda qaynona boshda rozi bo'ladigan darajada qila oladi deb o'ylaysizmi? 18 yil. Birinchi, er xotin yo'q emas, qiyinroq. Ya'ni 20 yillik tajribali odam bilan tajribasi kam bo'lgan qizni o'zaro kesishmas qiyin. Bu bir. Ikkinchisi, buni oilasi deylik, oilasida mesela bir xil oilalar bor, haligi nonushta falon soatda bo'lish kerak, tushlik falon soatda bo'lish kerak, kechki soati bilan ovqatlanadi. Shunaqa oilalar bor. Mana shu idishni shayxdan oldingizmi, oshxonada shayxda turish kerak. Bu yoqda tursa, bu yoqqa qo'yib qo'ysangiz bu janjal bo'ladi. Bor. Ya'ni oilaning tartibi shunaqa. Ko'p bo'lmasa ham borlik. Lekin men ko'p deb aytmayman. Bu o'zini uyida unaqa emas. O'zini uyida hamma uyg'onganda ovqat yegan,
hamma uyg'onganda bo'lgandan keyin yig'ishtirilgan, bir kishi ovqat yeb ketgandan keyin yig'ishtirsa boshqasi ham yeb ketavergan, shunaqa bo'lib shakllangan. Ikrom aka zo'r. Gapimni oxirigacha yetkazay, eshitaman nimalaringizni. Endi mana shunaqangi bir ikkita oila bu alohida muomala munosabatlar bilan shakllanib bo'lgan yigit qiz bu yoqqa kelib bir payt ichida mana shu hamma o'rgangan narsasini uyga tatbiq qilgan taqdirda ham qabul qilmasligi mumkin bular. Ya'ni bu sizni uyingiz, xohlagan paytda ovqat yeydigan, bu sizni uyingiz, lekin biz uyda bunaqa deydi. Bunga vaqt kerak, bu bir. Ikkinchisi, er-xotinlik munosabati haqida gapiraylik. Yigitlarni, erkaklarni norozilik jihati bo'lishi mumkin. O'sha xos mavzu haqida gapiraylik, to'shak mavzusi haqida gaplashaylik. Nazariy narsa tiqilib yotibdi bugun. U haqida ham kitob bor. U haqida bugun siz gaplasha olmaydigan gaplarni gapirayotgan psixologlar bor, boshqalar bor. Lekin ochiq va oshkora. Shuni kelin uyga borib, eri bilan shuni o'sha darajada bir mahorat bilan muomala qilishi mumkinmi? Mumkinmi yo'qmi, shuni ayting. Yo'q. Qancha vaqt kerak? Ikrom aka, men 10 yildan oshdi va mingdan ortiq insonlar bilan suhbatlashgan bo'lsam, siz aytayotgan muammolar bilan 1% ham emasda kelgan odamlar, ajrashish holatlari. Ajrashish holatida bilan muammolarimiz Bunaqa muammolar deyapman, kelib turib, aka, mana bunaqa holat, men shu stakanni bu yoqqa qo'ymaganligim uchun meni oilam parokanda bo'lib ketdi. Bo'lmaydi. Men bitta misol aytdim. Men mubolag'a qilyapman misollarim bilan. Lekin u yoki stakan misolini qilib, boshqa nimadan shikoyat qilyapti? Aka, muomala aynan munosabatda muammo. Kelin bilan qaynonani o'rtasidagi muammo munosabatlar. Lekin o'sha munosabatlarga shunaqa kitobda yozilmaganmi? Yo'q, aytilgan. Qarang, men aytmoqchi bo'lganim, siz kelin bilmasdan boradi va moslashishga vaqt talab qilinadi. Birozdan keyin u ideal kelinga aylanishligi mumkin. Kelinlar borgan paytda hammasini boshiga ko'taradi. Masalan, o'zimiz turmush o'rtoqlarimiz ham, atrofimizdagi insonlar ham, masalan, va kuzatayotgan narsalarimiz ham shu. Borgan paytda hamma narsaga zo'r muomala qiladi, faqatgina u qilayotgan mehnatlarni qadrsizlangandan keyin, kelin siz deb turib haligi jirkiydi ba'zilari yoki bo'lmasa ham bir og'iz rahmat, kelin baraka toping degan narsalar bo'lmaydi va ichida alanzalar yig'ilib qoladi-da. Shuncha men ota-onamni tashlab keldim. Sizlarni qo'yman. Hozir o'shanda mana shunday degan bo'lganim, kelinlar yomon bo'lib bormaydi yoki bo'lmasa hali bilmasvoy bo'lib turib bormaydi. Ma'lum bir darajada o'qiydi yoki bo'lmasa o'qimagan bo'lsa ham ko'chada muomala begona insonlar bilan biz qo'pol muomala qilmaymiz-ku. Borgan paytimizda zo'r muomala qilib qo'yamiz. Faqatgina vaqt o'tishi bilan u yomondan yaxshiga bo'lib bormaydi-da. Agar kelinga nisbatan masalan noo'rin u qilayotgan ishlarga teskari ishlar qilinadigan bo'lsa, u yaxshidan qaytadan yomonlashib boradi. Ertaga solmaydi. Hozir biz birimizga zid gap gapirmayapmiz aslida. Bir-birini to'ldiryapsizlar. Aslida, misol uchun men ham hozir aslida sizdan ham ko'ra kelinlarni ko'proq tayyorlayapman bu yoqda. Bir kelin uyga borgandan keyin moslash uchun vaqt kerak. Kutuv unaqangi ideal darajada kutuv bo'lmasligi kerak deyapman. Lekin tabiatan rostdan ham bitta fikrlarga qo'shilaman, ayol qizlar tez moslasha oladi. Ya'ni rostdan ham o'sha yaxshi oilaga tez moslashadi. Endi bunga erkaklar yordam berishi kerak va qaynonalar yordam berishi kerak. Men nima deyapman? Biz bu masalada muammo, men aytmoqchi bo'lganim, hali kelinlar mutlaqo bilmasvoy hech narsaga tayyor emas. Men buni bilmadim. Joyini nima qilib bormaylar-da. Men yigitlarga ham tegishli gaplarni gapiryapman, qizlarga ham nima deyotganimni yaxshi bilib turibman. Ya'ni aytayotgan narsam kutuv, ya'ni boshidan kelganda tayyor bo'lib keladi deb kutmaslik kerak. Mayli, Alloh baraka bersin, Alloh ziyoda qilsin, 10 yillarni shu ishdasiz. U nimasi yo'q, lekin opa-singlimiz bor, kelinimiz bor, oilamiz bor, hammamiz ham ko'rib bilib turibmiz. Yangi kelgan kelin bilan bir uyda o'sha uyga moslashish uchun bo'lmaganda 3 yil, 5 yil vaqt kerak. Zo'r. O'zi chunki statistikalar qarang, necha yil ajrashyapti. Siz aytayotgan darajadagi kelin ideal bo'lsa, siz aytayotgan darajada hammasi zo'r bo'lsa, ya'ni bo'lsa, shunchaki nonko'rlik qilyaptimi odamlar? Bo'lishi mumkin emas. Ya'ni shunda erkak faqat nonko'r, qaynona faqat nonko'rmi? Yo'q. Unaqa emas-ku masalanda. Faqatgina ikkalasini bir-biridan kutuvi noto'g'ri bo'lyapti. O'sha narsalar reaksiyaga kirishyapti. Qilsin, professional darajada qilsin yoki o'sha qilishni o'rgatish jarayonidagi yondashuvlar xato, qo'pollik bilan, haqorat bilan, kamsitish bilan bo'lyapti. Shular bo'lyapti. Men shularni nazarda tutib aytayman xolos. Hozirgi paytda 3 yilgacha eng qiyin muddat deyilyapti-da. 3 yilgacha moslashish va undan tashqari yana bitta jarayon bor-da. Kelinlarni qiynab qo'yayotgan. Bu ilgari homilador bo'lib ko'rmagan,
homilador bo'lyapti, qiyin o'qiganmi shuni? qiyin yo'q banda Bilmi bormi shuni yo'q biz ayting. yo'q hop qara Homiladorlik haqida ayol kishi kitobdan o'qimasa hamda hayotida menimcha eng ko'p qiz bola bo'lib ham butun ko'p informatsiyaga ega bo'ladi. Ikrom aka man ikkinchi tomonni nazarda tutolmadim. Kuyov va qaynota ya'ni kelinni bu tomondagilar kuyov uydagilarni aytmoqchimanda kelin homilador yigitlar bu narsani tushunmaydi. Biz bu haqida bir nechta video chiqarganmiz va yana chiqaraveramiz. Toksikoz degan davr og'ir o'tadi, stress ustiga stress, masalan ayol kishi qiynaladi va homilani ko'tarib yurish inson ichida bir inson rivojlanib dunyoga keladi-yu, oson emas-da. Tug'ish qiyin jarayon va undan keyin farzandli bo'lib turib emizish davri ketadi. Uxlamaydi. 24 soat desa yolg'on bo'ladi-yu, masalan kunduz kuni u ota-onasining xizmatida, bola odatda kechqurun uxlamaydigan holatda yig'lab chiqadi boshqa narsa va inson siz masalan erkak kishi agar 24 soat uxlamaydigan bo'lsa, qiyin-da, stressga tushib qolamiz va biz o'zimiz ham asabiy bo'lib qolamiz. Bu narsa shunchaki tushuna olishlik kerak. Ayol kishining tabiati, uni fiziologiyasi, boshqa narsalar. Ammo mana shu biz ham farzand tug'ganmiz, kelin yotmay turing deb turib biz ularni qo'llab-quvvatlash o'rniga yoki bo'lmasa ham erkak kishi uni o'z vaqtida kerakli narsalar bilan ta'minlash o'rniga tur falonchi o'zingni kasalga solib yotib olmagin va hokazo yoki bo'lmasa yordam bermaslik holatlari. Birinchi 3 davr eng qiyin 3 yil eng qiyin davr aytilish bo'lishiga sabab shu ekanda. Siz aytgandek moslashish alohida mavzu. Undan tashqari ajrimda eng ko'pi shu avvalgi 3 yilmi? Hozirgi paytlarda 5 yilgacha ham paytda shunaqa. O'zi ham shu o'zi. Misol odatda 5-6 yildan keyin o'tib olgandan keyin uncha narsaga ajrashmaydi. Ajrash bo'lgan taqdirda ham endi u jiddiy. Men o'qigan maqolada birinchi 3 yilda eng ko'p ajrash bo'lar ekan, ikkinchi davr bu 7 yilgacha bo'lgan davr va eng haliga ajrim kam bo'lgan narsa bu 15 yildan keyingi davr. Shavkat aka, siz aytayotgan narsani men yuzda tushundim. Lekin siz aytayotgan narsa boshqa muhim. Men boyaga gapimni qaysi nuqtada aytdim? Qaysi savolga javob edi u? Biz o'zimiz kelishib olaylik avval. Ya'ni biz qaysi nuqtadan qarayapmiz? Agar hozir biz faqat kelini muammosi haqida gapiramiz, faqat shunga fokus qaratishimiz kerak. Biz bu paytda o'zik biz ustida aytyapmiz. Ya'ni biz masalan hozir ayol taraf, qudalar taraf. Biz masalan hozir kelin bola uyga borganda hal tajribasiz bola tayyor bo'lmaydi desa biz kelinlarga duh berayotgan bo'lmaymiz. Tabiiy aqliy ravishda tushunaylikki, biz yigitlarga tushuninglar deyapmiz aslida. Shu bilan birga yigitlar ham masalan o'rgatinglar yoki nazorat qilinglar boshqasiga yigitlarga duh berayotgan bo'lmaymiz. Nima qilamiz? Ayollarga ularni ham tushuninglar deb aytyapmiz. Buni kelishib olaylik. Ya'ni bir paytda o'zida bitta mavzuni gapirayotganda 5 tarafdan kelish imkonimiz yo'q zotan-da. O'shaning uchun o'zi bitta nuqtani gapirdik aslida. Faqat yondashuv ikki xil bo'ldi. Men aytayotgan o'sha juft tanlashdagi nimalarga e'tibor berish kerak deganda kutuvlar to'g'ri bo'lsin dedi. Kutuvlar to'g'ri bo'lsin bo'lgan joyda siz ideal bir tayyor xotin kelmayapti uyga dedim. Kelin kelyapti, gap yo'q. Ideal kelin kelyapti, ideal xotin emas hali u. Ya'ni hali u sizga aytgandek qaynonangizni, onangizni tabiatini %100 bilmaydi boyaganda, uyingizni tartib nizomini bilmaydi dedim. Bu eng muhim narsa va er xotinlik munosabatlarini misol uchun bilmaydi. Masalan, buni erkaklar misol uchun ochiqga shikoyat qilmaydi odatda, lekin ko'p muammolar bilan shundan chiqadi. Ya'ni to'shak masalasida. Bu ayniqsa masalalarda misol uchun muomalani bilmaydi, qaramaydi, ko'ynimga qaramaydi desa men aytaman, sen o'rgat deyman. Bu qayerdan bilsin? Bu tabiiyki sen o'rgatasan buni. Bu qayerda bilmasa xursand bo'lish kerak-ku buni. Yigitlar ham kelsa shu gapni aytar ekan. Yigitlar kelib domlaga aytayapti, 25 ga kirdim, domla uzru, mana uylanyapman, haliga nikohni kechasi-yu, sal xijolatda so'rashlik, nima qilishni bilmayman, boshqa uyalaman desaga, sen uyalma, faxrlan bu bilan deyapti ustozimiz. Sen 25 ga kirib chimildiqqa kirmagan, kirib nima qilishni bilmasang, faxrlan bu bilan. Ya'ni hozirgi kunda. Demakki bu hali o'ta sof. Bu ta'kiza. Qizim xuddi shunaqa. Va unaqa kishilar tabiiyki mana shu muomalada ham bir-biriga ko'nikib ketish uchun yillar kerak. Ya'ni o'zi hayo hamma joyda kerak, u joyda ham kerak, lekin hayo darajasini boshqalarni keyin ozgina nima qilish kerak, qisqartirib, misol uchun, ya'ni u joyni qoidasi boshqacha-da endi. To'shak qoidasi boshqacha. Uni qabul qilish uchun vaqt kerak. Bu qiz uyda uni qabul qilish uchun vaqt kerak masalan. Men shularni nazarda tutib aytyapman. Ya'ni bu narsalar uchun nima qilish kerak? Bilmaysiz. Meni kechiring, men sizni tushunmay qolibman. Ya kechirim so'rayman, lekin aytmoqchiman, mana shu suhbatda foydalanuvchi yutdi-da, tomoshabin yutdi. Ya'ni qaysi jihatda bitta mavzu ikki xil tomondan yondashib berdi. Bu intriga bo'lishi kerak. Ya intriga emas, umuman aytmoqchiman, yaxshi ikkilarning yaxshi gap aytdinglar-da. Bir-biriga qarshi bo'lmagan holatda aytildi-da. Juda yaxshi. Endi bitta savolim bor. Bu birinchi yigitlar tarafidan boshlasak,
yigit kishi kimgadir so'chib qo'yishdan avval qiz bolada qaysi xususiyatlarni topish kerak? Ya'ni bu men shaxsiy xarakterim jihatdan aytmayapman. Ya'ni ertaga bir o'zi uchun turmush o'rtoq izlayotgan, o'zi uchun farzandlarini onasini izlayotgan paytida u aytsin, o'zi uchun soliha bo'lishda, ya'ni qaysi jihatlarni asosiy ustuvor sifatida qo'yish kerak. Hozir aytganimdek, asosiy ustuvor sifatida qo'yilayotgan narsalar odatda boshqa bo'lyapti-da. Erkaklar tarafida qo'yilayotgan narsalar emas, endi erkaklar tarafida onalar qo'yib qo'yapti ba'zida. Ya'ni pul topish kerakligini aytyapti yoki nasl nasabiga ko'proq, ya'ni urg'u berilyapti. O'g'il bola, mana qiz bola tanlayotgan paytda unga qarab turib, o'zi uchun ustuvor narsalar nima deb olsin o'ziga. Qiz bola o'g'il bolalarni tanlayotgan, hali so'chish emas, boshqa o'zi uchun ideal inson yaratayotgan paytida, ya'ni o'zi uchun turmush o'rtoq yaratayotgan paytida asosiy cheklislar nima bo'lsin demoqchiman. Ya'ni biz yaxshi turmush o'rtog'i deb tasvirlab beraylik. Kitobxon bo'lsinmi? Yaxshisi. Deyapsiz-a? Ibodatgo'y bo'lsinmi? Yaxshisi. Toparmon bo'lsinmi? Yaxshisi. O'g'il bola tarafidan yoki qiz bola tarafidan shu haqida savol berilyapti hozir. Hali sovchi tasavvur qiling, hali yo'q, lekin o'zi uchun cheklis yaratyapti bitta bola o'zi uchun cheklis yaratyapti. Tayyor qo'llarda turibdi-ku, biz endi hozir aytsak ham har kim. Lekin menimcha boyagi yuqorida aytgan javobimiz gapimiz ichida bunga javob bor edi. O'shani bir boshqacharoq nimada aytib ko'ramiz bo'lmasa. Bizda endi odatda qizlar, Mana bugun Farog'at qasrida yigitlar ham o'qiydi, qizlar ham o'qiydi. Qizlar orzu havasi nima bugun? Eng kamida o'zlari fikrlarini aytishadi, unga oid dars bor edi. Faqat misol Xudoga shukr, bizda o'qiydiganlar endi auditoriyani hisobidanmi, o'zi shundoq ham hisobidan. Shundoq ham haligi oila borasida bir qadar saviyasi bor, tushunchasi borlar. Faqat uni tartiblashda, boyitishda ko'p masalalar misol oladi. Ya'ni bo'ydoqlar bo'lsa xosatan. Oilalarda endi aralash bo'lishi mumkin muammolar. Ular misol uchun aytadilar, qarang, men yuqorida ham aytdim. Bizda bugun qizlar ham, yigitlar ham uylanayotganda diyonatiga, qadriyatiga birinchi o'rinda qarash kerakligini tushunadi. Ayniqsa, xosatan diyonatiy qatlam. Buni tushunadi. Lekin o'sha diyonatni o'lchash mezoni nima o'zi? Qanday ajratib olamiz? Soqolidan ajratamizmi? Ro'molni rangidan ajratamizmi, nimadan ajratamiz degan mezon masalasida o'shaning uchun hammaga qiziq. Uchrashuvda nima savol berish kerak deb so'raydi, masalan. Shu borada tafsilot kerak, shu borada yordam kerak. Endi boyagindek, nimasiga dindorga tanlagan baraka topasan yoki sovchilikka kelsa ham dindorga bergan deb aytiladi-ku. Endi qadriyat birinchi o'rindaligini hamma tushunadi demoqchiman. Ammo lekin qadriyat qay darajaligini men aytadigan bir narsa bor. Masalan deylik, sizni o'zingizni prinsiplaringiz bor. Prinsiplaringiz sizni shaxs sifatida e'tiqodingizga taalluq bo'lgan prinsiplaringiz bor. O ibodatlaringizni nimaga tartibga soladigan. O'shanga taalluqli ilmlaringiz necha foiz deb o'ylaysiz? Ya'ni shu qadriyatlaringizdan necha foiz bilaman deb o'ylaysiz deyman. Ya'ni men taklif qilgan qoida shunaqa. Yigit yoki qiz qarshisida turgan o'sha juftni tanlov qilayotgan kishini qay darajada ekanini bahosini chiqarish uchun bir qoida va formula bor. Men tavsiya qiladiganim. Birinchisi, o'zini bahosini o'zi qo'yib olsin avval. O'zini bahosini chiqarib olsin. Masalan, men nima xohlayman? Maqsadim nima? Mening maqsadim kitob o'qish, solih farzand tarbiyash, falon. O'shalardan kelib chiqadigan bo'lsak, deylik bugun bu bor farzand tarbiyasidagi ilmimni 100 necha foiz deb hisoblayman. Deylik 40%. Masalan, ibodatlar masalasi. Namozi bordir, ro'zasi bordir, zikri bordir, tilovati bordir. Qanchalik men bu narsalarga multazimman deb hisoblayman. O'sha multazimlik har jihatdan fiqhni ham bilsin, ixlosi ham bo'lsin. Ya'ni nima emasda? Aytaylik 50% chiqardi. Yoki bo'lmasa davom etamiz yana. Nima bo'lishi mumkin? Men muomala munosabatlarida boshqada o'rnatishda, muomala qilishda qanchalik odamlarga moslashuvchiman, qanchalik murosalikman. Nima deb o'ylayman? Toqat darajam qayerda? Taxminan 70%man. Masalan, 100% murosalik bo'la olmayman. Chunki ba'zi joylarda men kelisha olmayman, ba'zi joylarda. Ya'ni bilaman noto'g'riligimni, lekin talashib turib o'zim biladi-ku inson. Haq bo'lsa ham olsa, o'zi uchun chiqarsin, yo'q ko'rsatmasin mayli. Mana shunday qilib sekin chiqarsin. Mana shunday qilsa agar bunday 40, 50, 70 bo'lsa, necha foiz? 100dan foizini chiqarib olsin-da shu yog'ini. Demakki, buni oiladagi shaxs sifatidagi bahosi 30%. Tushunyapsizmi?
maqsadimni tushuntira olyapmanmi? 130 men o'zim xohlagan daraja mana bu, lekin o'zim xohlagan darajaga ham 130 men salohiyatim bor xolos bunisiz. Endi nima qilaman? Uchrashuvga chiqqanda yigitni shunga ko'ra tayyorlayman desin qizlar. Lekin qizlar, yigitlar ham qizlar aytsin. Menga kim kerak? Eng kamida 30 kerak. Endi men 100 talab qilish haqqim yo'q. Ya'ni u qanday qilib haqqim bo'lsin? O'zim pachaq bo'lib yotibman ekan, hamma joyim chalam bor, boshqa narsalarim bor. O'shanday ekan, qanday qilib men 100 talab qilaman? Qanday qilib bundan mendan ko'ra yaxshiroq bo'lishni talab qilaman? Ya'ni talab qilaman deganim orzu qilish, umid qilish yaxshidir. Ko'nmasligi mumkin, to'g'ri qabul qilishim kerak. Shunaqa paytda diyonatliroq bo'lsa, boshqa bo'lsa. Va yoki qarasa, misol uchun undan surishtirib olsinki, surishtirganda uniki taxminan masalan savol javoblardagi endi boyagi bu kishi aytayotgan, keyin o'zimiz ham tavsiya qiladigan savol javoblar bor. O'sha savollardan kelib chiqib, endi yigitni baholashga harakat qilsin. O'sha bahoni chiqadi. Uchrashuvning maqsadi shu bo'lsin, yigitga baho qo'yish o'zi uchun ichida. Masalan, aniq savol. Bir yigit dunyoda bilishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Namoz o'qiysizmi? Bu savol ketmaydi. Ha deydi. Hayit o'qishi mumkin faqat. Qur'on o'qiysizmi? Ha? Qachon o'qiganini so'ramaysiz. Yolg'on gapirmayapti. Ha, qanchada o'qiydi? Qanchada o'qiydi misol uchun? Qur'on o'qishni o'rganib qo'ygandir. Borgan, endi Qur'on Fotihaga tushgan, qolib ketgan shu bilan yana yuribdi. Qur'on o'qiydi lekin u, ya'ni o'qoladi. Xo'p. Keyingisi nima bo'lishi mumkin yana? Ya'ni umumiy savollar beriladi demoqchiman-da. Bu bilan kim aytadi-da, bunday qoida siymo bor, gapirsa subhanalloh, mashalloh, maqsadlar aytayapti. Lekin bu o'zi uchun nima qiladi? Bunisi bor, bahoni katta qo'yib oladi. Kelgandan keyin qilsanmiz pachaq. Nima qilish kerak? Men aytaman. Namoz o'qiysizmi? Emas, yigit kishiga beriladigan savol. Endi bu yerda bilmayman, mana qo'ysalang o'zlaring bilasizlar. Yigitga aytsin. Bir kunda 5 mahal namozni necha mahalni jamoat bilan o'qiysiz? Savolni hayli yo'ldaysiz. Konkret savol-da bu. Shartlashish deb aytayapti-ku. Men shartlashishga, bunaqangi daraja shartlashishga qisman roziman, ko'piga noroziman. Shartlashmanglar, bundan ko'ra moslashinglar. Kechasi shartlash degan nimani nazarda tutyapsiz? Rejangamdan keyin unaqa qilmasliging kerak, bunaqa qilmasliging kerak degan narsalarni beryapti-ku bir-biriga. Undan oldin hali o'zimiz bahomizni chiqarib uni qo'yaylik bo'ldi. Xo'p, demak, bir kunda 5 mahal namozni necha mahalini jamoat bilan o'qiysiz? Erkakka berilishi kerak bo'lgan savol bu. Bu bir. Erkak kishining qiz bolaga berilgan savol namoz masalasida. Bomdod soat nechida? Kirish vaqti yoki chiqish vaqti. Ya'ni aniq va taniq savollar, balki aylanib o'tish mumkin bo'lmagan savollar bular misol uchun. Endi ikkinchisi, endi uchrashuvga chiqayotgan odamlar shunga qarab chiqadi endi. Albatta. Buni biz hazillashardik, pulli nimalar, testlar bular. Ikkinchisi, hazil u. Ikkinchisi, Qur'on o'qiysizmi emas? Qur'ondagi kundalik virdingiz qancha? Qancha Qur'ondagi? Bizga nima kerak? Biz uni imtihon qilmayapmiz. Biz tanlaganimizmi yoki yo'qmi? Bahosini chiqarmoqchimiz o'zimiz uchun. Mayli. Biz uni aytadiki, Qur'ondan kundalik virdingiz qancha, vazifangiz qancha? Qanchada bir xatm qilib turasiz Qur'onni? Bu Qur'on o'qiysizmi degan savol ketmaydi. Aniq aytadi. O'zi boshlanadi o'sha paytlarda. Yarim parib. Uchinchisi, aytishim mumkin. Silay rahmga qanday qaraysiz? Amma xolalardan necha kunda bir xabar olasiz? Akangizni qachon oxirgi marta uyga xabar oldingiz? Tushundira oldimmi? Aniq savollar. Zikrdan virtdan so'rasin, buni so'rasin. Tirikchilik masalasi, pul masalasi so'rasin. Aybga buyurmang. Tirikchiligingiz nima, kasb nima desin. Endi to'g'ri bu saviya talab qiladi bu narsalar. Lekin modomiki o'zi sifatli, saviyali bir oila xohlayaptimi, maqsadiga muvofiq buni o'rganishga majbur. Ya'ni bu narsani so'rashga majbur. Xullas so'radi. Yigit birinchisiga aytdi deylik. O'sha moliyaviy narsa bo'yicha javobxona bo'lish kerak. Moliyaviy haloldan topgani bo'ldi, yetadi. Ha, chunki aytmoqchimanki, haqiqatan bugun 23, 24, 25 yoshda uylanayotgan bola katta daromad topmaydi-da. Muhim narsa yigitni qancha topish emas, u topayotgan luqmasi to'g'ri yo'l bilan bo'lsin. Birovda haqqi bo'lmasin, tajovuz bo'lmasin, har turli shaklda. Nima qilsin? To'g'ri joydan topyapti. Bu uyni demak olib kelsa, ertaga buni og'zini, halqumini bulg'amaydi. Birovning haqqi bilan, boshqa narsalar bilan. Mana shu narsalarni qiz bola o'zi uchun chiqaradi. Hayolidadir, xohlasa yozsin, boshqa bo'ladi. O'sha yerda ham aytdilar, nima o'sha yerda inkorlar, e'tiroz bo'lsa, o'sha yerda bo'lsin. Ya'ni bo'lmaydigan ish o'sha yerda bo'lmasin. Ya'ni yoqda gapirib, suponi yoqib, hijolatni yoqib, keyin to'ydan keyin afsuslanmasin-da, o'sha yerda o'tirsin. Keyin qizlarga aytsak, "Domla uyalamiz-ku uni" deydi. To'ydan keyin uyalmaysizlar-ku keyin deymiz. Talashga uyalmaysizlar, nimaga uyaladigan joyi bor o'zi. Uyatni joylari bor, bu uyaladigan narsa emas. Sizga u muhim. Ana endi yigit deylik, aytdi, "Yo'q, men ishlik odamman.
jamoatga ochig'ini aytaman, bir kunda bir mahal chiqsam chiqaman. Lekin 5 mahal namozimni vaqtida o'qishga harakat qilaman. Masalan, tilovatda ham yo'q, uncha unaqa berdim bu yoqqa, yarim pora yodlagan bo'lsam yodlaganman. Eplab o'qiyveraman. Yigit, qiz unga bahosini chiqaradi. Bunday qayda o'ziniki necha edi? 30 edi. Bunga ham 30 chiqardi. O'zimda olib qarasangiz, qadriyat, saviya masalasida tengi shu. Tengi shu. Endi Xudo berib 70-80 chiqib qolsa tegib ketsin tezroq. Masalanda, yigit ham xuddi shunaqa, qizni kelgan paytda shu. Buni men hozir diniy masala misolida aytdim, dunyo masala misolida aytsin. U misol uchun akademik istar, kelib aytsin. Qaysi adabiyotlarni o'qigansiz? Abdulla Qodiriydan savol bersin, Cho'lpondan savol bersin. Marhamat. Kitobxonlik masalasini oxirgi kun hozir qaysi kitobni o'qiyapsiz deb so'rasin. Men kitoblar yaxshi ko'raman, uyimda bir javonim bor, falon kutubxona. Hozir o'qigan kitobingiz qachonroq, qaysi? Eng ta'sirlangan jihati shuni aytib bering, masalan. Ya'ni aniq va tiniq savollar. Men odatda ish ko'rayotgan paytda yoki insonlar bilan muloqotda ham faqat kitob bo'yicha gaplashaman. Odatdan. Chunki insonlar qaysi kitob o'qiyotgani yoki qancha payt kitob o'qiyotgani, o'sha kitobdagi qaysi epizodlar yoqqanligi inson uchun bilgin ko'rsatadi. Shunday. Demakki, nima qilish kerak? Ya'ni savollarni aytganimizdek, o'sha uchrashuvga chiqqan savollarni markazlashtirish kerak, aniqlashtirish kerak va o'zini bahosiga chiqarib olgandan keyin shunga qarab tanlash kerak bo'ladi. U yigit ham qiz ham birdek bitta qo'shib chiqib ketaman. Zo'r. Ko'ngilchingiz qilsin. Qaraganda, masalan, bitta qaraganda yigit yoqsin, qizga, qiz kuyovga yoqsin. Agar yoqmagan bo'lsa, yoqtirmay turib, masalan, majburlikdan boshqa holatlarda uylanib qo'yadigan bo'lsa, ertaga o'sha ayol kishi ham eridan qoniqish talab qilinadi-da. Qanotlanish. Ha. Bu yerda agar masalan xotin xunuk, lekin uylanib qo'ygan, keyin ko'ngil chopmaydigan bo'lsa, oldida javobgar bo'lib qoladi-da. Chunki baribir ham ayol kishini ham o'z vaqtida so'raganini berish kerak bo'ladi. Va teskarisi, agar xunuk bo'lib qoladigan bo'lsa ham, iloji boricha bu narsani tushuntirib, ota-onasiga va rad qilishlik kerak. Ertaga ham chaqiradigan bo'lsa, onasi keling deydigan bo'lsa, yo uzr desa, u ham bo'lmaydi-da. Shuning uchun eng kami bu hamma narsa qilgandan tashqari yana bitta qo'shimchasi shu ko'ngil ham jiz qilsa yaxshi bo'ladi. Hozir bu ko'ngil jizillashi tabiiy, bu narsa bu. Lekin bu nisbiy deb o'ylaysizmi? Ha? Nisbiy deb o'ylaysiz. Tabiiyki nisbiy. Va hozir yoqmay qolishi mumkin deb hisoblayapsiz. U ham bor. Masalan, chiroyli qizga yuzlayotganlarcha xunuklik uchun o'ynayapti. Ko'ngil jizillashtirib, yonib 3 yilga talashib yurgan-ku bular. Sen uchun o'laman deganlar-ku ular misol uchun. Yoki aksincha, ba'zi kishilar qaraganda o'zi 3 xil daraja aytaman men. Uchrashuvga chiqqanda yoqish masalasi. Birinchisi tamoman, ya'ni joziba bor. Bo'ldi. Yelanaman, tegaman. Ya'ni boshlanadi. Ikkinchisi ko'rganda bo'ladi. Bu yoqtirmas ekan. Yoqtirmadi. Tamomila yoqtirmadi. Ya'ni buni dididagi odam emas. Ya'ni bastiga yaqqol bo'linib turibdi. Jon ota menga bermay, onasiga bola aytadi, tegmayman iltimos deydi yoki bola ham kelib aytadi, yoqmadi deydi. O'zi suhbatni ham uzoq qilmaydi ular. Ikki mutabishar. Uchinchisi bor, neytral narsa bor. Ya'ni inson o'zi kelib aytadi. Bir qarasam yoqqanday, lekin qanday ikkilanib turibman deydi. Aksar holat shunaqa bo'ladi. Shu ko'rib turganda ikkilanayotgan narsani ilitadigan narsa endi saviya. Endi turmushdan keyingi munosabat. Turmushdan keyin e'tibor beringlar, ayol qizlar odatda tavsiya bilan, ota-onasini qistov bilan tegib ketgan bo'ladi. Vaqt o'tgandan keyin erni hech kimga aralashmaydi, ya'ni itilib bilan. Eri ideal er bo'laveradi, qaraysiz o'sha o'p turadi. Nega? Qaysidir muomala munosabatini yoqtirgan. Bu da shundan ko'ngil topib ketadi. Va yoki aksincha, neytral bo'lgandan keyingi xunuk, qo'pol, boshqa ishdan keyin ko'ngilni sovutib oladi. O'shaning uchun birinchi holatda tabiiyki so'rab o'tirmaysiz bilan bizdan uylanib ketaveradi, jizillasa. Ikkinchi holatda bo'g'ilsa, men ham aytaman, tegmanglar, uylanmanglar, otalarga ham majburlamanglar deyman. Uchinchi holatda istixora qilinglar, turmush qurishlar ham mumkin. U paytda tarbiyasiga qarab boshqa qilmaydi. Kelinglar keyingi mavzuga o'tsam, men yoshlar va biz odatdan men Najot ta'limda ham, Robitda ham, hamma loyihalarimda asosan yoshlarda. Bizda mana Robit loyihamizda o'rta yosh 21,5 yoshda. Juda yoshlar bilan ishlaymiz-da. Men yigitlardan so'rayman, qizlardan ham suhbatlashaman ba'zida. Yigitlar nima? Necha yoshingizda uylanmoqchimisiz desam, men avval o'zim eplab olay deydi. O'zim eplab olish, agar orzu havasga qo'yilsa, o'zini eplab olish ko'ryapman, ba'zi bolalar 25, 26, 27 ga ketib qolyapti-da, keyin o'sha yoshga o'tgandan keyin qiz topolmayapti. Nimaga? Chunki dunyoqarash kengayib ketgan, hech kim to'g'ri kelmayapti endi. Topolmayapti o'ziga mosini. Yoki qizlar ham xuddi shunaqa holatki, nima qilyapsan hozir desam, yo'q, men hozir bilim olishim kerak. Men hozir
karyera qilishim kerak. Ha, oila qurib karyera qilsam bo'lmaydi. Oila qurib bilim olsam bo'lmaydi. Imkoniyat bo'lmaydi, eshitganman, qaynar, boshqa. Va shu bilan yosh o'tib ketishligi yoki yoshda endi o'tib ketishdan qanaqa bo'lar ekan? Ya'ni yosh biroz katta bo'lishligi va undan keyingi turmushda borgan sari qiyinlashish paydo bo'lyapti. Biz yigit va qizlar uchun ideal holatdagi jismoniy va ruhiy va moliyaviy qachon to'g'ri deb bilaylik. Ya'ni qachon qaysi paytda uylanishni to'g'ri deb targ'ib qilaylik. Shu yerdagi Aytavering. ko'p gapiryapman, bahs bu. Yo'q, bemalol. Uylanish masalasidagi umumiy qoida yigitlarga ham qizlarga ham o'sha uylanish yoshiga yetgandan keyin tezlatish umumiy qoidasi. Ya'ni uylanishga targ'ib qilingan bizda, targ'ib qilinmagan, qo'rqitilmagan. Qancha vaqtli uylansa, qancha erkin uylansa, shuncha maqtalgan. Qo'rqmanglar demoqchisizda. Qo'rqmaylar. Bu umumiy qoida. Ya'ni umumiy bizga ko'ra yoshlarni o'sha uylanish yoshiga yetgandan keyin tezroq uylangani afzal. Bu afzalligi har jihatdan bo'lishi mumkin. Ya'ni tanlov jihatidan bo'lishi mumkin. Oson bo'ladi. Chunki hali bo'ydoqlar qancha yosh bo'lsa, talab darajasi me'yorida bo'ladi. Anchada yosh kattaro'rsa kattarib ketadi. Undan tashqari o'sha hayotini eng gullagan davri bilan birga eng ehtiroslar, hirslar qo'zg'agan payti, ya'ni yomon yo'lga, bu yoq-bu-yog'iga o'tlaydigan paytlar bo'ladi. O'shalardan saqlanish nuqtai nazaridan va 20 yosh o'zi 20-23 yosh atrofini aytaylik, bugungi bo'layotganlar. O'sha paytdan ayniqsa katta odam sifatida, ya'ni bir ulg'aygan odam sifatida shakllanishni boshlaydi biznikilar. O'sha paytda oila bilan birga shakllanishi yaxshi deyman. Bu umumiy qoida. Ammo shaxs sifatida ko'rsatsangiz, shu hozir necha yoshda uylanish mumkin desangiz, buni alohida qoidasi bor. Bizda uylanish yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, xosatan yigitlarga aynan qaysi bir darajada turganini belgilaydigan 5 ta holat bor. Birinchi holat yigitni uylanishi shart bo'lgan holat. Uylanmasa, u gunohkor bo'ladi. Uylanmasa, xato ish qilgan bo'ladi. U qanaqa holat desangiz, u jismonan sog'lom, aqlan oilani ta'minlaydigan darajadagi ilm ma'rifatga ega. Olim ulamo emasdir, lekin ahli ayolning nimasini biladi, haq huquqlarini rioyasini biladi. Va moliyaviy o'zini nima qilishga yo o'zi bo'lishi mumkin, yo yaqinlari bo'lishi mumkin, ta'minoti bor. Mahrini bera oladi, ta'minot qila oladi. Demakki, bu jismonan ham aqlan ham moliyaviy jihatdan tayyor. Aqlan tayyor bo'lganlarning bir jihatiki, uylansa nimaga, nima? Juftiga hech zulm qilmaydi. Ya'ni biladi. Bunaqa kishi agar uylanmasa, noto'g'ri yo'lga ketib qolishi aniq. Yani o'zini bilyapti, quvvatini. Bular uylanishi shart. Chunki u uylanmasa, noto'g'ri yo'lga ketishi aniq. O'zini iffatiga taalluqli, or-nomusiga taalluqli, nimasiga, or-nomusiga taalluqli va butun oilasini or-nomusiga taalluqli bo'lgan katta bir jinoyatga aylanib ketishi mumkin uning ishi. Bu uylanishi shart. Uylanmasa, bu javobgar bo'ladi bir ma'noda. Ikkinchisi, xuddi boyaginday 3 ta jihatdan hayotga tayyor, aqlan yetuk, ya'ni ilm ma'rifati bor, o'sha oilani ta'minlaydigan, ayolga muomala qiladigan va iqtisodi oilani ta'minlaydigan darajada jismonan sog'lom, ammo uylanmasa xato yo'lga ketish ehtimoli bor. Ya'ni buniki aniq emas, ehtimoli bor. Bunday kishilar uchun uylanish bu ham shart asli, lekin boyagidan pastroq bo'lganada. Ularda xatokor demaymiz, lekin o'zini kontrol qilib yura oladi. Kerak. Ammo lekin uni ehtimoli bor. U ham masalan ish bordir, o'qishi bordir, ijtimoiy tarmoqlar bordir, qarasa bir ayollar bilan aralashib yurgan joyi bordir, har qachon xato qilib qo'yish ehtimoli bor. Hozir erkaklar bilan ayollarda o'zaro aralashishi hayotda, ishda yoki o'qishda emas, odatda ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'payib ketyapti. Hamma joyda. Chunki bu yerda juda osonda. Shunday. U yerda ancha osonroq. Endi uchinchisi, boyaga aql jihatdan yetuk, jismonan sog', haligi moliyaviy o'ziga yarasha bir nimasi bor, ta'minoti bor. Bu kishilar lekin uylanmaslik masalasida o'zini tamomiyla nazorat qila oladi. Masalan, qila oladi. Bu noto'g'ri yo'lga yurmaydi, o'zini biladi. Bori 25 ga kirgan bo'lsin, farqi yo'q, yoshining ahamiyati yo'q. Ya'ni hamma joy uylanishga tayyor, lekin ma'nan ham, jismonan ham o'zini kontrol qila oladi. Bu aytish mumkinki, aka, men ozgina o'qishim bor. Hozir o'qishga agar tugatib olmasam, tashvish bo'lib, ozgina mas'uliyatda loqaydli bo'lishi mumkin, falon bo'lishi mumkin. Shuning uchun uylanishni kechiktiraman deyish mumkin. Bular uchun uylanish ixtiyoriy.
Sunnat o'zi ixtiyor uylanish ular uchun. Ya'ni tezda tizsa nima qiladi? Ixtiyoriy, sunnat shularga. Uylansa marhamat. Yaxshilikni barakasini ko'rasiz. Uylanmasa ham malomat qilinmaydi. Bu uchta taraf endi. Uylanish nima qilingan tavsiyalar. Endi yana ikkita taraf qoldi. Ikkitasi uylanish uchun boyagi uchta kategoriyamiz bor edi-ku. Jismoniy, iqtisodiy, aqliy. O'shalardan bittasi noqis. Va uylansa ahli ayoliga zulm qilish aniq. Bularga uylanish mumkin emas. Nega? Chunki unga zulm qilish ehtimoli 100% bo'lib turibdi. U hali bilmaydi. Qachon uylanish kerak? Tezroq shuni to'g'rilab qo'yish kerak. Ya'ni unga zulm qiladi qachon? Uni haqqini bilmasa-da, haqqi paymon bo'lsa, uni haqqi nima? Uni o'rganish kerak o'zi uchun. Bu degani o'zini majburiyatlarini o'rganish kerak birinchi degani. Beshinchisi, boyaga naqangi nuqsoni bor, lekin oila qiladigan bo'lsa, zulm qilish ehtimoli bor. Zulm qilish aniq emas. Bularga uylanish tavsiya qilinmaydi. Boyaga mumkin emas dedik-ku, bularga tavsiya qilinmaydi. Endi mana shu jarayon 5 ta holat bo'lishi mumkin bitta erkakda, bu hammada har xil yoshda bo'ladi. Bizda ota-onalar o'g'il uylantirishda bir narsani hisobga oladi, noto'g'ri hisob kitob. Ya'ni urfga ko'ra aka uylansin, keyin uka uylansin. Mayli, akaga hurmat deb aytishimiz mumkin. Bu qanaqadir shakllangan madaniyat deb, lekin bu shaxsiy ehtiyojga zid narsa. Masalan deylik, uyda bir hozir 25 yoshli o'g'il bor, 22 yoshli o'g'il bor. 22 yoshli o'g'il boyaga aytganimizdek birinchi darajada yuribdi uni holati uylanish masalasida. Unda hamma ta'minotlar joyida, yetuk, u uylanmasa xato bilan bitta chiziqda yuribdi. Akasi 25 ga kirgan, akasi boyaga uylanish ixtiyor bo'lgan holatda. Ixtiyoriy holatda. U ham tayyor, lekin o'zini kontrol qila oladigan holatda. Akasi hali bir uylanish niyati yo'q. Bizda keyin nima deydi? Uka kelib aytishi mumkin. Ada uylanaman. Oyi uylanaman desa agar aytadi, akang turibdi, senga yo'l bo'lsin. Bu mumkin emas. Tushundira oldimmi? Qiz bolaga ham shunaqa deyish mumkin. Hali opangchisan, keyin singlingni beramiz. Xullas, uylanish qachon to'g'ri bo'ladi? Har bitta kishini nimasiga bog'liq bu? Mana shu uylanishga bo'lgan ehtiyoj darajasini qanchaligiga bog'liq. O'shanda bitta odam kelib, "Domla, men nima qilay hozir? Uylanaymi?" tavsiya kelsa, mana shu taroziga tortib ko'rish kerak. O'tir, sen holating qanaqa? Sharoiting qanaqa? Imkoniyating qanaqa? Yurish turishing qanaqa? Hozir shuni sen o'qib bo'lmasa ham. Lekin sen uylan deb aytiladi. Yana bitta masala bor, shu o'rinda ota-onaning orzu-havasi ikki tarafda ham. Ikki taraf ham ota-onaning orzusi sababli ba'zida vaqtlar o'tib ketib qoladi. Ya'ni qiz taraf ham aytadi, hali tayyor emasmiz deydi. Ya'ni qanaqa biz seni seping uchun bunaqa narsa qilishimiz kerak, ko'pchilikni to'yga chaqirishimiz uchun dadang buncha pul topish kerak, ozgina kutasan deydi. Keyin soch kelsa ham qaytaraveradi. O'g'il bola tarafda ham xuddi shunaqa masala, ya'ni u hali o'qishda o'qiyotganligi uchun yoki boshqa va shu sababli ham ko'p narsalar orqaga suriladi va xatolarga yo'l ochib qo'yilyapti. Yoki aksincha ham bo'ladi. Kimdir majburlab beraveryapti, kimdir tegaman deganini bermayapti, uylantirmayapti. Lekin men aytaman, bu narsalarning o'zi eng yaxshi yechimi kitoblar hamda to'g'ri insonlar bilan maslahat qilish. Va bu juda ko'p muammolarga yechib tashlaydi. Biz to'g'ri insonlar bilan maslahat qila olsak, kitoblar bilan dunyoqarashimizni doimiy tarzda oilaviy kengaytirib borsak, xato qilish ehtimolimiz pasayadi-da. Yana bir narsa bor-da, buni hozir bu yerda ko'rinmaydi-da. Misol uchun bizda bir narsani tushunishimiz kerak. Oilada biz katta oila hisoblanamiz. O'zbek jamiyati, katta oilalar, ota-ona, bobo, buvilar, aka-ukalar ham ba'zida bo'ladi. Bunaqa joylarda ko'pchilik rioya qilishga majburmiz va bu to'g'ri, masalan. Lekin rioya qilishdagi o'sha majburiyatni darajalari bor-da. O'sha nuqtai nazardan qaraganda, aslini olganda uylanish individual ish. Ya'ni uylanish to'laqonli yigitni va qizni qarori asli. Lekin, ya'ni rozilik nuqtai nazaridan-da, ammo lekin ota-onalar tajriba, hayotni ko'rgan odam sifatida muhim o'tirish. Mana shu narsani ikki tomon tushunishga edi, o'zlarini doirasini yaxshi o'rganib olish kerak ekan, chegarasini. Ya'ni aralashish, ya'ni mudohala qilish bor-ku, mudohala qilishni ota-ona ham mas'ul sifatida, ota-onasi farzandiga g'amxo'r sifatida nima qilish kerak? Chegaralarni ko'rsatib turish kerak. Lekin bu qizni o'zini shaxsiy hududi, yigitni o'zini shaxsiy hududini buzish nimasidan bo'lmasligi kerak. Yoki aksincha, farzandlar ham nima qilish kerak? O'zini nimasiga qarasin ota-onasiga, lekin ota-onasini ham hududlarini buzib qo'ymasligi kerak. Buni aytayotganim sababi bizda ba'zi ota-onalar qizini, misol uchun o'g'lini deylik, ba'zi ota-onalar o'g'lini uylantirishda
nima qiladi? Ota-onani o'zini, xosatan onani o'zini ko'zlab yurgan qizi bo'ladi. Kim? Dugonasini qizi, Qo'shni mahalladagi singlisini qizi, qo'shni mahalladagi qiz. U yigit boshqa kishini ko'zlab yuribdi-yu, yigit umuman boshqa hayollar bilan yuribdi. Yoki boshqasini ko'zlab yuribdi, ya'ni orzu qilib yuribdi. Vaqt ketdi, o'g'lim uylantiramiz. Yigit xursand, orzusidagi uylanmoqchi. Lekin kimga? Falonchiga. Nega endi falonchiga? Bunday olib qarasangiz, taroziga solsangiz agar bittasi afzal, boyagicha qadriyatlar jihati, mezon sifatidan bo'lsa, albatta afzal tanlanadi kimniki bo'lsa ham. Lekin qarasangiz, ikkalasi barobar. Kimniki tanlanadi? Ko'pincha bizda ota-onalar tanlanadi. Shunchaki ota-onalar o'ylaydiki, men aytganim uchun shunga uylanish kerak. Hatto o'shanda ba'zida yo'q, yigit kishi tajanglik qilib, tortchi, boshqa qilib qizga uylanib kelsa, o'zi aytganga uylansa, g'ashi ham keladi, boshqa narsa ham qiladi. Mana shu o'rinlarda ota-onalar ham o'zini haddini bilish kerak deyman. Ya'ni siz mayli o'g'lingizni tanlagan qizini, ya'ni yetalab yurishni nazar tutmayapman. Tanlaganim ixtiyor aytayapti, falonchini qizga boringlar. Falonchini yaxshi nima qildim deyapti. O'shani misol uchun to'g'ridan to'g'ri yugurib olib kelib bermassiz, lekin surishtiring. Agar xatosi bo'lsa, kamchiligi bo'lsa yoki nimadir monelik bo'lsa, xato bo'lmagan paytda to'sqinlik qilishingiz mumkindir, g'amxo'r sifatida. Ammo lekin qarasangiz, mana siz topgan qizda hech qanaqa ham joyi yo'q. Bolalik talablar jihatidan unaqa paytda to'sqinlik qilmaydi deb aytgan bo'ladi. Shavkat aka, qo'shimcha bormi sizda bu bo'yicha? Orzu havas qilamiz deb turib to'ylarni cho'zib yuborish ham kerak emas. Aytgandek, Ikrom aka, vaziyatga qarash kerak. O'shanda yaxshi bo'ladi menimcha. Endi orzu havas deganda yana bitta narsa bo'lib qoladi yaqinda. Balki endi mavzuga aloqador bo'lmasligi mumkin, lekin kuyov bola yozatdi. Qaynonam menga bevosita o'zingga qo'ng'iroq qilib, sen qizimni sayohatga olib bormading, Maldivga olib bormading, falonchi olib bordi deb turib menga biroz qo'pol muomala qildi. Kelinga so'raman deydi. Onang o'zi Maldivga borib kelganmi? Otang onangni Maldivga olib borganmi? Biron joyga sayohatga chiqqanmi o'zi? Deb yo'q, chiqishmagan. Mana shu joydan biroz nima qilishlik kerak, vaziyatga oydinlik kiritishlik kerak. Men tarafdor emasman. Orzu havaslarni chegarasi bo'lishi kerak-da, imkoniyatlar orzu havasni chegarasi yo'q. Imkoniyatlardan kelib chiqib qilinsa to'g'ri bo'ladi. Foydasi yo'q. Shunaqa orzu havas hamma o'zi xohlagan olib ketaveradi. Mayli qilaversin, lekin imkoniyatdan. Masalan, hozir endi ortiqroq so'ramasin demoqchisizda. Yo'q, demoqsan hozir. O'ziga xos. Masalan, darajasi, imkoniyati yo'q narsani so'rashyapti. Bo'lsa-ku qani edi, men o'zim ham xohlayman, o'sha Maldivlarni orzu qilamiz deydi. Boshni istaymiz, lekin yo'q narsa nima qilaylik? Qarz olaymi? Qarz evaziga boraymi? Qarz masalan ham hozir biroz aytib ketaylik. O'sha kuni bittasi yozdi. To'yimiz bo'lganiga 3,5 yil bo'ldi deydi. Erim 2 oydan keyin ketgan deydi. Qarz uzish uchun. To'y qarz evaziga qilinganda 3,5 yildan beri erim ko'rmadim dedi-da. Kelmagan. Men nima qilay? Qaynonlar sar o'rtamizda munosabat sovishib ketyapti va uyga ketsam bo'ladimi, onamga ketsam bo'ladimi dedi-da. U qarz evaziga. Nima o'tdi? Orzu havas bo'lganda. To'yni eng zo'r to'yxonada qilaman degandir balkim u, yoki bo'lmasam nozu ne'matlarni eng zo'rini qo'yamiz degandir u. Bilmadim. Endi ehtiyoj bilan, zarurat bilan ishlab kelish u ma'lumot qilinmaydi aslida-yu, lekin aytganingizdek bu orzu havas uchun bo'lgan bo'lsa, ayb bu narsalar. Ya'ni o'sha orzu havas dabdabani nazarda tutyapman men. Dabdaba uchun bo'layotgan bo'lsa, bu to'g'ri emas. O'zi bu menimcha to'y masalasini alohida gaplashishimiz kerak. Shunaqa. Xo'p, endi hali oila qurmasdan avval o'qilish kerak bo'lgan qaysi kitoblar tavsiya qilasizlar? Agar sizlarda maslahat uchun fikr bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Men o'zim ham shunga aytib o'tay. Iffat bu erkak tarafidan ham ayol tarafidan ham saqlanish kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Nafaqat qizlar uchun, balki bolalar uchun, ya'ni yigitlar uchun ham o'zini saqlashi juda muhim. Yaqinda o'zi bir kitobni juda ko'pchilikdan tavsiya eshitdim shu kitob haqida va ko'pchilikka o'zim ham sovg'a qildim. Tavsiya qilgan bo'lardimki, ayol qizlarimiz uchun Qalb iffati nomli kitobni. Juda yaxshi kitob ekan. Va yigitlarga o'z oldiga maqsad qo'yishlikka, o'zi uchun ambitsiya qo'yadigan kitoblarni ko'proq o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Masalan, yoshlar uchun hozir juda yaxshi kitob chiqdi, o'zim o'qib ko'rdim, G'olib iroda nomli kitob. Yoki Najmiddin Erbakan hazratlarining G'oya nomli kitoblari bor edi. Ya'ni u o'z oldiga maqsad qo'yishda, reja qo'yishda, katta-katta yutuqlarga erishish uchun harakat qilishga o'rgatadi. Bugun
yoshlarda ko'pincha yetishmayotgan, yigitlarda yetishmayotgan narsalar bu ambitsiya bo'lyapti. Bugun o'z oldiga maqsad qo'yishlik uchun faqat uy yoki mashinani qo'yyapti. Yo, men yigitlar aytgan bo'lardimki, bugun siz ko'prog'iga qodirsiz. Qo'lingizdan ko'p narsa keladi. Yon atrofingizda yurgan yigit va qizlar bugun dunyoning top universitetlarida o'qiyapti yoki juda katta ishlar qilyapti. Va bu nima bilan erishsa, albatta hammasi Alloh taolo fazli bilan va ilm, harakat bilan qilinyapti bu narsalar. Shuning uchun so'ragan bo'lardimki, yigitlardan o'z oldiga kattaroq maqsadlar qo'yish. Oila bo'yicha ham, hayot bo'yicha ham. Chunki siz har doim qo'l ostidagilarga mas'ulsiz. Ota-onangiz bo'ladimi, oilangiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar ularga yaxshilik qilish. Erkak kishi shuning uchun baribir boshqacha. Ya'ni erkak kishi shunga mas'ulda o'zi. Nima bo'lgan taqdirda ham shu narsani yaxshiroq qilishga mas'ul. Va ayollar ham iloji boricha oilaga yanada yaxshiroq bo'lishlik uchun doimiy tarzda ustida ishlasa, ya'ni o'zi uchun yaxshi muhit yaratsa. Dugona tanlayotgan paytida ham o'zi u kim? Ya'ni qanaqa inson? Ertaga men bu haqiqatdan g'iybat qiladigan emas, balki birga o'sadigan dugonalar tanlansa, do'stlar tanlansa, hayoti ancha osonlashardi. To'g'ri maslahat beradigan, unga yo'l ko'rsatadigan, to'g'ri dalda beradigan insonlar oldida paydo bo'lardi. Kitob masalasida har xil mavzudagi kitoblar tavsiya qilish mumkin. Oila qurishda avval bilish kerak bo'lgan narsalardan qaysi kitoblar bor sizda, ya'ni yaxshi deb bilgan va o'qish kerak deb hisoblaysiz? 1, 2, 3 nuqtalar bilan to'ldirib bergan kitobda Islom odoblari ensiklopediyasidan tavsiya qilaman. Islom odoblari ensiklopediyasi 2 tomli kitob. Faqat oilaga xos emas aslida. Ijtimoiy odoblarni boshqaroq shakli va hatto bu o'sha yana ham boyitilganroq shakli. Shuning ichida masalan, xosatan er-xotinlik munosabatlari bor. 16 ta qoidaga o'rgatilgan masalan. Farzand tarbiyasi odoblari bor. 1 ta, 2 ta, 3 ta qilib, ya'ni raqamlar bilan o'rgatilgan. To'y odoblari bor. Ajrashish odoblari bor. Unda ham, ya'ni ajrashishda ham odob bo'lishi mumkinmi? Bor. Qanday? Ajrashish qachondir yechim sifatida tavsiya qilishi mumkin, lekin u to'g'ri shaklda bo'lishi kerak. O'shalarda o'rgatgan. Ya'ni oila haqidagi tavsiya qiladigan umuman o'z xayolimga birinchi kelgan kitob o'zi shu. Chunki uning ichida aytganimizdek raqamlab bitta qilib berilgan. Xo'p, undan tashqari oilaga bevosita er-xotinning o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir qiladigan, hozir aytayotganimiz, oilaga bilvosita ta'sir qiladigan odoblar ham shunda bor. Silay rahm odoblari bor. Ya'ni o'zi erkak kishi, ayol kishi qanaqa muomala qilishga, ota-onaga odoblar bor, qo'shnichilik odoblari bor. Ya'ni bu oilaning atrofidagi narsalar hammasi. Qani shu kitoblar bor, lekin ommalashmagan qandaydir, ha? Bu kitob xazina deyman. 2 tomlik kitob masalan. Men nima aytay, kitobning nimasi, oti nima? Tartib bo'yicha tuzilishi, farog'at qasrini dasturi shundan olingan. Bir oila demoqchiman, u kitobni olib o'zi uchun qoida qilib olish osonlashtirilgan kitob deyman. Undan tashqari deyarli hamma ijtimoiy va maishiy odoblar ichida yozilgan uning ichida. Xo'p, bu birinchi xayolimga kelgan kitob va doim aytadiganimiz baxtiyor oilani bizlar aytganmiz. Baxtiyor oila bor. U ko'pchilik o'qigan bo'lsa, ya'ni sepish uchun emas, o'qishlik uchun-da u kitob. Albatta. Ammo lekin bugungi kunda yangi chiqayotgan kitoblar bor. Yana ham o'sha fahmi osonroq, tushunish osonroq bo'lgan shaklda va bugungi muammolar ham endi yangi muammolar ham yoritilgan uning ichida, yechimlar ham aytilgan kitoblar. Bu o'sha nimaniki? Hassan Poshshoning kitoblarimi? To'plam shaklda chiqayotgan kitoblar bor. U kitobniki oila oqshomidagi Jannat bo'stonidagi oilaviy oqshomlar. Hassan Poshshoning kitoblari. Menimcha sotuvda bor O'zbekistonda bular. Hammasi bor. Masalan, hozir o'ylayman, o'sha alohida mavzuda hammasini tagida kitoblarni bir chekkada ko'rsatib rasmga shunaqa qilamiz. Alohida bitta kanalda oila bo'yicha e'lon qilingan kitoblarni hammasini to'plam qo'yib qo'yamiz. Keyin er-xotinga nasihatlar degan kitob bor. Yangi chiqqan kitob bu. Olib masalan, o'xsha bevosita o'sha bir-birindagi kamchiliklarga bartaraf qilishdagi muomala munosabatlar o'rgatilgan kitoblar. Endi men oila haqidagi o'sha qaranglar. Kitob tanlashdagi e'tibor bergan bo'lsa, har qanaqa sohada bo'lsin. Bugun aytayapmiz yana takror. Uni ahamiyati haqida albatta bilishimiz kerak, bir ishga yondashishimizdan oldin. Lekin o'sha ahamiyatni o'rganganimizdan keyin, bir ishni muhimligini bilganimizdan keyin, undagi muammolarni qanday bartaraf qilish metodlarini ham o'rganishimiz kerak. Kitoblar ham ko'proq shuni o'rgatsa yaxshi. O'shana kitoblar tanlaydi. Ya'ni xotinga yaxshi muomala qilish kerak, taslimman, roziman, shuna qilish kerak. Qanday qilaman uni? O'sha savollarga javob bergan kitoblarni aytayapman men. Ya'ni bu kishi ichida metod o'rgatadi sizga, bir g'oya beradi. Mana uni bunday qilishing kerak, mana uni bunday qilmasliging kerak degan narsa. Shuni aytayapman. Bu masalasida oila haqida kitoblar ko'p sanash mumkin. Shularni olib o'qishni tavsiya qilaman. Menda agar 3 ta deydigan bo'lsak, menda birinchisi osuda oila. Nima uchun degan savol. Ko'p so'zlarimiz yozilgan va bu kitob yozishda bevosita biz o'zimiz ham maslahat berib, yo'l-yo'riq tushuntirib, o'zimiz hayotda
kuzatib kelgan narsalarni og'riq sifatida berganmiz. Kitobning ichida eng zo'r tomoni erkak kishi bilan ayol kishini fikrlashidagi, dunyoqarashidagi, hissiyotdagi hamma farqlarni zo'r qilib bayon qilib bergan. Muammo hozir, masalan, erkak kishi ayoldan nima uchun masalan tez qaror qabul qilmaysan, jiddiymasan, boshqa narsalar degan kutuv erkak kishi xotinidan erkakdek fikrlashligini kutadi. Ayolni fikrlashida, dunyoqarashida o'sha hissiyotga biroz berilishligi bor bo'lsa, ayol kishi erdan hissiyotli bo'lishligini kutadi. Osuda oila mana shu narsani chiroyli qilib ajratib bergan, bo'lib bergan. O'qiydigan bo'lsa, masalan, eng kamida juftini qaysi paytda qanaqangi hissiyotda ekanligini tushunadigan bo'lsa, menimcha ancha foydali bo'ladi. Ikkinchisi, yuqorida ham aytib o'tdik, oila muammo va yechimlar. Bu yerda ham bir 50 ta yoki 70 tagacha taxminiy masalan inson turmushi davomida uchrashi mumkin bo'lgan muammolar yozilgan va u yerga yechim ham muammo yechim. Faqatgina bitta narsani to'g'ri tushunishlik kerak, qisqa muammo va qisqa yechim berilganda bu narsani biroz inson tafakkur qilib, nima uchun shunday degan o'y xayollarga berilgan bo'lsa, foydasini ko'radi. Uchinchisi, oila saodat maskani. Rosa maza qilaman. Uni ham masalan bitta o'tirganda tugatadigan kitob emas. Bitta bo'lim o'qildi, o'qib, fikrlab, oilaga taalluqli bo'lgan juda ham ko'p yaxshi nasihatlar bor. To'rtinchini aytib qo'yay. Zaylama ketdi. Yuqorida uni ham aytib o'tdim, turmush qurishdan avval. Bu oila qurishdan avval o'qilsa, xudo xolasa juda zo'r bo'ladi. Insonlarning taqdirlari yozilgan va inson o'sha muallif o'zini kasbidan kelib chiqib, psixolog nima uchun mana shu holatga tushganligini bayon qilib beradi. Nima uchun u baxtli, nima uchun baxtsiz. Tajribasidan kelib chiqib aytadi, bu narsa ham insonlarning kutuvini to'g'rilab beradi. Ya'ni hamma insonlar ham faqatgina haligi osmonlarda, 7-qavatlarda, orzu-havaslarda, Hindiston kinolardagidek emas. Ba'zi insonlarda haqiqatan juda ham katta muammolar bor, tashvishlar bor. Ya'ni insonni o'sha oilaga ruhan, ma'nan tayyorlaydi deb o'ylayman. Menga yoqqan o'sha kitob. Umuman oila haqidagi kitoblar tavsiya qilindi-ku, kitoblarni aytdik, muhim, ziyo, yangi fikr, yangi g'oya, boshqa narsalar beradi, lekin uni tushunish uchun, uni mohiyatini anglash uchun albatta birorta bir ustozni, birorta bir murabbiyni etagini tutishga harakat qiling. Jamiyatimizda yo'q emas. Hayli, o'zi ko'zga ko'rinmayotgandir unaqa kishilar. Men yoshlarga aytmoqchiman. Ya'ni ko'tarib boring. Mahallangizda kimni bilasiz, ziyoli kishi deb bilasiz. Masjidning rasmiy imomi bo'lishi mumkin, masalan. Olib boring, domla, men mana shu narsani tushunmayapman, sharhlab bering. O'qituvchingiz bo'lishi mumkin qayerdadir. Ustoz, hayot ko'rgansizmi, ayta nima deyilmoqchi, nima tushunishim kerak. Internetdan yozishingiz mumkin shaxsiydan, falonchi domla ayting deb. Faqat to'g'ri odamni toping. Chunki biz aytdik yuqorida, kitob muhim, lekin o'qituvchi, murabbiy, yo'lboshchi ahamiyati undan muhim. Chunki biz tarixga qaraydigan bo'lsak, insoniyatlar uchun elchilar jo'natilgan, insoniyatlar uchun payg'ambarlar jo'natilgan va kitoblar tushunilgan samodan. Insoniyatni tartibga solish uchun. O'sha kitoblarning soni 4 ta. Murabbiylarda, ya'ni har bir elchi, har bir payg'ambar murabbiy, muallim hisoblangan. Ular soni nechta? 124 mingdan oshiq deyiladi. Agar masalan, nima uchun aksi emas? Nima uchun 124 mingta kitob emas, 4 ta payg'ambar emas, 4 ta muallim emas? Chunki insonlar sharhlashga, mohiyatini tushuntirishga ko'proq muhtoj. Saviya har xil. Bitta kitobdan 4 kishi 4 xil xulosa oladi. Bir kishi umuman hech narsa olmasligi mumkin. O'shaning uchun murabbiy, muallim, ustoz degan narsalar muhim bir narsani tushuntirishda. Oila juft tanlashda ham, kitob o'qishda ham, boshqa qilishda ham shuni hisobga olish kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham aytganimizdek 4 ta nimani sharhlab berish uchun, kitob sharhlash uchun 124 mingta muallim jo'natilgan. Shu odamlarga ko'zlab bergan. Shuni yoddan chiqarmaslik kerak, ya'ni. Kitob o'qing albatta, lekin ko'proq uni mohiyat tushunishga harakat qiling. Mohiyat uchun to'g'ri bir ustozlarni tanlashga harakat qiling. Ikrom aka, Shavkat aka rahmat bugungi suhbat uchun. O'ylaymanki, oila qurishni istayotgan yoshlar va ota-onalar uchun juda yaxshi suhbat bo'ldi. Baribir tajriba juda katta narsa. Ikkinchi tarafdan ham oila uchun juda yaxshi suhbatlar bo'lib turadi. Men tomoshabinlardan tavsiya qilgan bo'lardimki, YouTube sahifalarida yoki o'sha Instagram sahifalarida doim kuzatishlarini, o'sha izlanib borishlarini, chunki yaxshi tajribalar berasizlar. Farog'at qasr kursini tavsiya qilib qolaman shu o'rinda yoshlar uchun. O'zim ham eshitganman. Shavkat aka, siz tarafida yangi kanal ishga tushirilyapti. Bu oilaga doimiy tarzda oila haqida ma'lumotlar berib turish uchun, oilani yaxshilash uchun bu kanalga ham obuna bo'lishlarini so'ragan bo'lardim. Ma'lum bir pul evaziga doimiy tarzda obuna bo'lish. Bu yaxshi narsa. Chunki odam har doim inson birinchi marta bitta muammoga uchrayotganda nima uchun uchrayotganini bilmas ekanda, ya'ni qanaqa uchrayotganligini. Chunki inson
birinchi marta farzandli bo'ladi, birinchi marta oila quradi, birinchi marta janjallashadi. Turli holatlardagi qiyinchiliklarda odam kimdan maslahat so'rashni ham bilmaydi. Ba'zi erkaklar so'ramasligi ham mumkin hatto. Qizlar endi kimning dardini aytishi mumkin. Endi o'sha joyda ham to'g'ri odam maslahat bera olganligi unga eng katta narsa bo'ladi. Odatda bu masalalar gaplashilmagan. Va bugun ochiqroq, ya'ni qanaqa diyonatli bir tarzda gaplashayotganimizga ancha yaxshi bo'ldi. Ikrom aka, Shavkat aka rahmat ketgan suhbat uchun.